umumiy $630,000 qarzga kirgan holatda bu qarzdan chiqib, hozirgi vaqtda $1 million kompaniyani rahbari hisoblanadilar. Qarzim shu darajaga keldiki, sog'ligimga ta'sir qilishni boshladi. Qarzini tan olmoqchi emas. Bu qaror nimalarga olib boradi o'zi? Agar shu xatolarni qilmaganimda bugungi dunyoqarashga ega bo'lmagan bo'lardim. Qarz erkak kishini eri deyshar ekanda, даже. Qarzimizdan qutulishimiz uchun kattaroq risk qilmasak bo'lmaydi. Endi sizni shu darajadagi tanishlaringiz bor ekanki, ishonib risk qilgansiz. Ba'zi oyda zarar qilmadik, 0 mana shunday chiqdi desa, xursand bo'lib ketardik. Bu adashmasam, o'sha bolnitsaga yotganingizdan keyin keskin o'zgarish bo'ldi vaziyatga qarashingiz bo'yicha. O'lish o'sha odam uchun, qarzdor odam uchun eng oson yechim. Kimnidir sizda haqqi borki, bu yaxshigina energiyani olib qo'yadi. Lekin ne'matning ikkinchi tomoni bor, bu salbiy ne'matlar. Hech kim qilmagan ish qilishda emas gap, hamma qilib turgan ishda ulardan yaxshiroq qilish o'zi ancha katta narsa deb o'ylayman. Kelin olishda, qiz uzatishda bunaqa narsalar shunaqangi o'zini bildiradiki, payt keladi $1 milliard bilan bu narsani yuvib bo'lmaydi. O'g'il bolalarni, umuman erkak kishilarni qanaqa tarbiyalashimiz kerak? Ayol kishi borligida erkak kishiga ayol kishi xizmat qilish kerak. Ya'ni ayollar hamma ish qilish kerak, men bo'ldi, yashab bersam bo'ldi degan mindsetga dunyoqarash olib kelib qo'ymaydimi? Ya'ni yigit kishi qanaqa bo'lish kerakligini menimcha eng yaxshisi nasihat bilan, gap bilan emas, amalda ko'rsatish. U seni o'g'il bola o'rtoqlaring bilan uchrashishingga qarshilik qilsa red flag deydi. Eng asosiysi, meni Xudo o'g'il bola qilib yaratdi. Uzoqroqni o'ylab fikrlay olishi uchun nima kerak bo'lsa? Bizi sha'nimiz bizi atrofimizdagi ayollar. Yigit kishi uchun eng muqaddas hisoblangan onasidan so'kkanini hazm qilishi ertaga haqiqatda u uchun onadan muqaddasroq nima qolishi mumkin? Assalomu alaykum hammaga. Uzoq tanaffusdan keyin bizni navbatdagi podkast ovamizni bu galgi podkastimiz mehmoni Azizbek Yo'lchiyev. Azizbek endi mediaga chiqib kelyaptilar va chiqib kelish sabablari ham juda unikal. Biz Azizbek bilan tanishgan holatimizda biznes razborlar bo'lgan edi. Biznes razborlarida Azizbekning кейslari, unikal tajribalari juda ko'pchilikni, faqat men emas, juda ko'pchilikni esida qolib ketgan. Qisqacha men hozir sizlarga ham aytib beraman, qolganini podkast davomida tanishib olasizlar. Azizbek Farg'ona viloyatida biznes bilan shug'ullanib keladilar. Уже adashmasam 20 yildan ortiq, to'g'rimi? 21 yillik biznes tajribaga egalar va bu biznes tajribada juda noyob, kamyob insonlarda ro'y beradigan holat o'sha umumiy $630,000 qarzga kirgan holatda bu qarzdan chiqib, hozirgi vaqtda $1 million kompaniyani rahbari hisoblanadilar. Va parallelni bizni suhbatimiz davomida yana ishonchli komil bo'lishiga ishonaman. Ilmiy, nazariy ilm tomonlama ham juda yaxshi bilimlarga, juda yaxshi bagajga ega insonlar. Shu uchun men juda muhim podkast, juda to'g'ri podkast bo'ladi deb o'ylab, bugungi songa Azizbekni mehmon sifatida taklif qildim. Va har doimgidek missiyamizni, maqsadimizni eslatib o'taman. Bu podkastimiz natijasida bizning niyatimiz o'zingizlarning shaxsiyatingizlarni yaxshi shakllanishi va rivojlanishiga xizmat qilish. Bu narsa bu safargi sonimizni sizlarni finansiy va yana o'sha erkaklardagi lavz, mardlikka aloqador bo'lgan bilimlarni mustahkamlanishiga yaxshi xizmat qiladi deb ishonaman. Demak, yaxshilab joylashib olinglar. Podkast oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Azizbek, xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Taklif uchun katta rahmat Abdulloh. Bizni shu suhbatga loyiq ko'rib, bizni gapiradigan gapimizni kimlargadir eshitish manfaatli bo'ladi degan bir niyatda taklif qilganingiz uchun juda ham boshim osmonga yetdi. Harakat qilamiz. Biz endi o'tirib olib aqllilik qilishdan uzoqdamiz. Bizning niyatimiz bu emas. Faqat bosib o'tgan qadamlarimizdagi nimalargadir agar erishgan bo'lsak, qanaqadir bir xulosalar chiqargan bo'lsak va buni ko'pchilikka agar yetkazalsak, bundan kimlardir manfaatdor bo'lsa, bizning niyatimiz shu. Yana qaytaraman, maqsadimiz aqllilik qilish emas. Zo'r. Rahmat kattakon sizga ham rozi bo'lganingiz uchun. To'g'risi o'zi Azizbekni rozi qilish oson bo'lmadi. Nimani hisobiga? Boya o'zlari ham aytib o'tganlaridagi bu noto'g'ri tushunib qolinishini xohlamaydilar. Hozirgi vaqtda juda ko'pchilik endi yaxshi ma'noda, yaxshi niyatda ilmini bo'lishayotganlar ko'p, lekin uni noto'g'ri talqin qilayotganlar ham ko'p. O'shanga Azizbekda bunaqa xohish yo'q. Men taklif qilganim uchun rozi bo'lib chiqib kelyaptilar. Qarzdan chiqib bugungi kundagi hozirgi o'zimni his qilishim, atrofimda bo'layotgan hodisalarga mana munosabatim shulardan kelib chiqib bir gap esimga tushadi. Agar hozirgi dunyo qarashim bo'lganda, men
bosib o'tgan ko'p yo'limdagi xatolarni qilmagan bo'lardim deb turib, buni orqasidan keladigan fikr, agar shu xatolarni qilmaganimda bugungi dunyoqarashga ega bo'lmagan bo'lardim. Bu qilingan xatolar, biz o'sha xato qilgan paytimizda, buni jabrini ko'rayotganimizda, men shuni bekor qildim, lekin Xudo bilguvchiroq. Bizga nima yaxshiligini bizdan ko'ra o'zi yaxshi biladi. Hozirgi xulosam shunaqaki, shu qilingan hamma xatolarni qilmaganimda, balki bugungi dunyoqarashga, bugungi atrofimdagi bo'lib turgan har xil voqea, hodisalarga munosabatim bunaqa bo'lmagan bo'lardi. Bu narsa menga shukronalik hissini berdi. Bilamizki, shukronalik hissi bilan yashagan odamda bir hammasi barakali bo'ladi. Kayfiyati zo'r bo'ladi, chunki har bir narsaga qaraganda haligi narsadan hikmat izlashni boshlaydi. Xudoning va'dasi bor. Shukr qilsalaring, ne'matlarimni ziyoda qilaman. Behisob shukr ziyoda qilayotgani shu bo'lsa kerak. Har bir ne'matni, Xudo berayotgan ne'matni ko'rishni boshlaganimdan beri behisob shukr, ich-ichimdan yana shukr qilaman. Har bir ne'matni ko'rish qanaqa u? Nimani nazarda tutasiz ko'rish degan? Qaysi birini aytay? Bu juda ham ko'p. Bu yo, ko'rmaslik qanaqa bo'ladi o'zi? Ko'rmaslik, mana misol uchun hozir oddiy shu holatimizda o'tiribmiz. Mana shu qo'limizni, barmoqlarimizni ishlashi. Xudo ko'rsatmasin, agar shu yo'q bo'lsa, dunyoni hamma xirurglari, eng zo'r shu sohani mutaxassislari yig'ilsin, mana shu shaxsan meni o'zimni qo'limni ishlashini, his qilishini qilib berisha olmaydi. Ko'zimni ko'rib turishi. Bu piksellarda hali birorta bir kamera chiqqan yo'q. To'g'ri. Menimcha chiqmasa kerak. Odamni o'zini Xudo yaratgan ko'zni bu darajada ranglarni aniq-tiniq qilib ajratib berishi, uzoq yaqinda ko'rishi, asli mana shuni o'zi ne'mat. Endi savol, biz bu ne'matlarni ko'ryapmizmi, yo'qmi? Nima sabab bo'ladi? Mana shu holatda to'ppa-to'g'ri har doim ham ko'rmaymiz, lekin ko'ra olishimizga nima sabab bo'ladi? Nima yordam beradi? Qachon ko'ra olamiz? Dale Carnegie'ni zo'r nimasi bor. Hozir o'zbekcha rus tilida aytsangiz ham bo'ladi. Men yordamlasha olaman tarjimasiga. Как перестать беспокоиться и начать жить degan kitobi bor. O'sha yerda bizni ko'proq qo'rquvlarimiz bizni kallamizda bo'ladi. Biz o'ylayotgan haligi o'rischasiga накручивать qilish deydi. Kuchaytirish. Hali bo'lmagan narsani yana ham bo'rttiramizda, yana ham kattalashtiramiz. Bizni qo'rquvimiz, xavotirlarimiz karra-karra oshib ketadi. Mana shu joyda aytiladi, sani qaysidir holat vahimaga solayotgan bo'lsa yoki qo'rqitayotgan bo'lsa, ularda ya'ni otsek deb tushuntiradi. Kорабльning pastki qismida bo'limlarga bo'lingan, ya'ni o'shani otsek deydi. Bir-biriga aloqasi bo'lmagan shunaqa bo'limlari bor. Kunlaringni xuddi shunaqa qilib bo'lib olgin deydi. Ya'ni otseklarga bo'lib olgin. Bugungi kuning ertasiga bog'liq bo'lmasin, ertangi kuning undan keyinga bog'liq bo'lmasin. Har bir kuningni alohida yashab o'tgin. Ayni o'sha bir narsadan xavotir bo'layotgan paytda deydi. Bu nima deyilsa, bizni xavotir bo'lishimizga sabab bo'layotgan qaysidir bitta holat, shu holatda eng yomoni nima bilan tugashi mumkin? Shuni tasavvur qilgin deydi. Ya'ni endi bilmadim bunga qanaqa misol keltirishdi. Har kim o'zicha menimcha misol keltirish mumkin. Mani oldida kutilayotgan bitta qanaqadir holat bor. Mani kayfiyatimga ta'sir qilyapti. Energiyamni bu narsa olib qo'yapti. Kuningizni buzib qo'yish ehtimoli bor. Nafaqat kunimi, balki u hafta, oylarga cho'zilishi mumkin. Shunaqa paytda tasavvur qilgin, o'sha san o'ylayotgan narsani eng yomon varianti nima bo'ladi? O'sha holatga o'zingni tushirginda san his qilgin, san o'sha holatdasan. Endi sekin-sekin o'sha holatdan qaytishni harakatini qilgin. O'sha holatga tushishni o'sha holatga tushdingmi, endi undan chiqishni harakatini qilgin. Xuddi ana o'sha yerda otsek qilib, ya'ni bo'lib shunga tushdimmi, birinchi kuni bunaqa qilaman, keyingi kuni bunaqa qilaman. Bu holatga tushmasingizdan oldin miyangizda shuni tasavvur qilib ko'ryapsiz. Xuddi shunaqa. Biz nima uchun buni gapiryapmiz? Bizni xavotirlarimiz, kalladagi xavotirlarimiz. Xullas, o'sha eng yomonidan bitta chiqishni harakatini qilyapmiz. Baribir o'sha narsani yechimi chiqadi, agar astoydil o'ylab harakat qilsak. Yechimini topganimizdan keyin ancha xotirjam bo'lamizmi? Biz o'ylayotgan yomon narsani endi juda yomon bo'lsa, shunaqa bo'lishi mumkin ekan. Lekin buni bunaqa yo'l qilsam, ana holatga, undan keyin bu holatga, xullas haligindan chiqish yo'lini tasavvur qilib ko'rgin. Tasavvur qilib planni qilib bo'ldingmi? Endi
bitta ahamiyat bergin, sen u holatda bas eding. Sen undan ko'ra ancha yaxshiroq holatdasan. Endi bu yaxshiroq holatdan tezroqda chiqib ketish, birinchisi odamni ko'nglidagi bir halovatini olayotgan, kayfiyatini yomonlashtirayotgan, energiyasini so'rib qo'yayotgan narsa aslida bu darajada emas. Ikkinchisi, biz turgan holatimiz undan ancha yaxshiligini bildikmi, bu ancha yaxshi bo'lgan holatdan chiqib ketish yanada yaxshiroq, yanada tezroq. Xullas, shunaqa narsalardan meni ko'proq xavotirga soladigan narsalarni ko'pini o'ylab, analiz qilib turib, yo'q, hozir men bu holatda basmanmi? Ich-ichimdan alhamdulillah. Yo'q bunaqa narsa. Behisob shukr, o'zingga shukr, men bunaqa bir o'ta yomon holatda bas ekanman. Bilmayman, balki shu narsalardan kelib chiqdimi, har bir narsada hikmat ko'rish, har bir narsada yaxshilik ko'rish. Biz ko'proq ne'matlarni bizga berilgan nimalardadir, moddiyatda yoki bir yaxshi oilada, yaqinlarda ichida Xudo bizni paydo qilib qo'yganini biz ne'mat deb bilamiz. Lekin ne'matning ikkinchi tomoni bor, bu salbiy ne'matlar. Bular nima deyilsa, misol uchun necha xil bir tabiiy ofatlarni bilamiz. Zilzila, yong'in, suv toshqini. Shularning birortasi bizga tegmadimi, Xudo bizga bu narsani ro'para qilmadimi, asli shuni ham o'zi ne'mat. Necha xil kasallikni bilamiz va biz bilmagan necha ming xil, balki necha 100 ming xil kasallik bor. Bular bilan siylamayaptimi? Buni o'zi ham ne'mat. Odamlar bilan bo'ladigan har xil bir xunuk holatlar bor. Avariya bo'ldi, falon bo'ldi, qamalib qoldi, shunga o'xshagan. Bular yo'qmi? Asli buni ham o'zi ne'mat. Qanday qilib shu narsalarni tafakkur qilib turib, qanday shukr qilmaslik mumkin? Keling, mana mavzuni sal tangan ikkinchi taraf hozir men o'ylab qoldim-da, deylik, kimdir eminda mana shu yomon holatda bo'lgan holatida qanaqa qilib unda shukr qilishi mumkin? Men xuddi hozirga aytganimdek o'xshatmani, masalan, hozir Los Anjelesda yong'in bo'lib ketdi deylik, dekabrini uyi yonib ketdi. Yokida kimdir mana qamoqda. U hozir eshityapti deb bu narsani, xo'p, siz aytgan yomon holatda menman. Menga nima yechim degan fikr bo'lishi mumkin. Unga qanaqa narsa ayta olasiz? Xo'p, har qanaqa holatda bo'lishimizdan qat'iy nazar bundan ham battar holat bo'lishi mumkin-da. Yusuf alayhissalomni 25 yil zindonga tashlashadi, 25 yil zindonda o'tiradilar. O'zlari bilan birga yana ikkita sheriklari bo'ladi. Ikkita sheriklari bo'ladi. Qanchadir vaqtdan keyin bitta sherigini chiqarib qatl qilishadi. Ikkinchi sherigini yana bir qanchadir vaqtdan keyin uni ham chiqarib turib qatl qilishadi. Ulardan keyin ham ancha yana zindonda o'tiradilar. 25 yil deganda zindondan chiqib, o'sha yurtni vaziri azamiga aylanadilar. Buni hikmati nima deyilsa, agar Alloh nimanidir kechiktirayotgan bo'lsa, bu uni go'zallashtirayotganligidandir. Biz bilmaymiz, bizga yaxshiroq bo'lishini yaratganda o'zi biladi. Biz agar mabodo yomon holatda turgan bo'lsak, biz shunga qattiq ishonaylikki, bizga tayyorlangan yaxshi narsa bor. Hozir juda zo'r gap aytdingiz. Men shu joyda bo'lmasam bo'lmaydi gapingizni. Nimaga? Chunki eng yomon deb ko'riladigan, og'ir deb ko'riladigan holatda o'zingiz bo'lgansiz-da. O'sha vaqtda o'sha $630,000 qarzingiz borligini bilgan vaqtingizda ham siz hozir aytayotgandek o'ylaganmisiz yo'qmi? Qanaqa bo'lgan? O'sha paytdagi emotsiyalaringizga qaytaylik. Bu narsaga hali aytganimdek, agar shu xatolar bo'lmaganda bugungi dunyo qarashim bo'lmas edi. Bu bunaqa o'ylash o'z-o'zidan kelmadi. Bunaqa o'ylash juda ko'p mashaqqatlardan keyin. Mana shu qarzim shu darajaga keldiki, sog'ligimga ta'sir qilishni boshladi. Haqiqatan ham halovatim yo'q. Shu darajaga keldiki, haligi miyaga qon quyilish degan tushuncha bor. Mana shu boshim ichida hozir nimadir bo'ladi, men o'zimni yo'qotaman. Shu darajaga kelib qoldim. Ukam bilan birga doktorga bordik. Bir yaqin Dilshod aka degan doktor akamiz borlar. Ko'rib hozir yotish kerak deb medistralarni chaqirib nima qilish kerakligini aytdilar. Uyga borib narsalarimni olib kelib olay, shunchaki ko'rinishga keldik. Yo'q, ukangiz olib kelib beradilar, siz yotishingiz kerak. O'sha aytilgan narsani juda ham tez vaqtda olib kelishdi. O'sha aytilgan dorilarni, udarni o'zida, kapelnitsalarda ulashdi. Momentalniy. O'sha yerda o'zida, o'sha bitta palatanda ajratishdi-da. Ungacha bir necha sutka uxlaganim yo'q. Haqiqatan ham uxlaganim yo'q. Yo'q. Uxlalmayman, chunki yotaman, organizmga uyqu baribir kerak.
uyqu yetmayotganini bilib turibman, quvvatim, holim yo'q. Uyquga ketsam, shunaqangi yomon xayollar bilan uyg'onaman. Bir 3 minut, 4 minut vahima bilan uyg'onaman. Xullas, bular surunkali bo'lib, oxiri shunaqa holatga keldim. Kapelnitsalarda ulashda endi menimcha ichida tinchlantiruvchi bir narsalar ham bor shekilli. Kapelnitsa olib yotib uxlab qolibman. Qanchadir vaqt, balki 40 minut, balki 50 minut uxlagandirman. Ko'zimni ochib, o'sha men yotgan palatani, patologiyaga qarab, sal boshqacharoq uyg'ondim. Ya'ni sal xotirjamroq. Ya'ni o'sha bergan dorilarning ta'siri bo'ldimi? O'sha yerda fikrlashim o'zgarishni boshladi. Patologga qarab yotib, birinchi xayolimdan o'tgan narsa o'sha paytda dollarning kursi 6800 ga chiqib ketgan. Bizning qarzimiz juda ham, meni o'sha paytdagi holatimga umrim yetmaydi bu qarzni to'lashga degan shunaqa qo'rquv bor edi. Xo'p, dollarning kursi 6800 ga chiqdi. Balki 7000 bo'lar, balki 8000. Qanchadir bo'lar. Lekin niyatim to'g'riligini bilaman. Vaqti keladi, bu narsadan uzilamiz. Agar uzilganimizda, ya'ni qarzim qolmaganda, sog'ligim bo'lmasa-chi, yoki xudo ko'rsatmasin, shu qarz bilan ketib qolsam-chi, shunga o'xshagan narsalar kallada aylanib turib, yo'q, men harakat qilaman. Xudo menga kuch-quvvat berdi. Shu kungacha qanaqadir tirikchilik qilish uchun qanaqadir biznes berdi. Shu narsa yurib o'xshab turibdi. Yaxshiroq harakat qilaman. Shu narsadan xudo xolasa chiqib ketamiz degan narsa. Menda o'sha paytdagi o'zim holatimni ko'rib, bir xudo tuzalmaydigan dard bergani yo'q. O'sha qarzimni uzishga agar amallarim bilan niyatim bir-biriga mos kelsa, uzalaman degan narsa menga o'zi Xudo shuni bergani ne'mat-ku. Shuni o'zidan shukr qilib foydalanishim kerak emasmi? Birinchi shunaqa fikrga kelgan o'zgarish nuqtasi menimcha o'sha yerda bo'lgan. O'sha yerda bo'lgan. Men o'yladim, menimcha bu nima deydi? Tepaga chiqish uchun, uchish uchun eng tubiga tushish kerak degan o'xshatish bor-ku. Xuddi shunaqa menimcha ham fiziki ham ruhiy tomonlama pikiga chiqqan bo'lgan vaqtingizga to'g'ri kelgandir-da. Chunki ko'pchilik holatda men oxirgi ham 1.5 yil vaqt ichida stress management haqida o'rgandim-da o'zim ham. Ya'ni biznesdamiz, zamon juda tez rivojlanyapti, konkurensiya katta va bu hammasi ijtimoiy tarmoqlar stress berishni boshladi. Keyin qanaqa qilib stressni boshqarish mumkin, boshqa qilish mumkin deganda shunaqa xulosaga kelganman. Agar siz stress natijasida qiynalmaysiz, qachon xotirjam holatda bo'lsangiz, qachon xotirjam holatda bo'lasiz, qachon prosta hamma shum botgan mana shu polya bo'lsa, bitta tashqariga chiqib, qarab vaziyatga boshqa nuqtadan qarashni o'rganganda ekanda. Hozirgi siz aytgan holatda ham men shu narsani ko'rdim-da. Bunga yana bir o'xshatish, o'sha paytda menga bir ustozim shunaqa maslahat berdilarki, endi moliyaviy qiyinchiligimiz juda ham qattiq, ishlashimiz kerak, lekin pulga qiynalib turibmiz juda ham. O'sha paytda bir ustozimdan yordam so'radim, yordam bermadilar. Yordam bermasdan, o'zing bilasan emas, u aslida u ham menga qilingan yordam ekan, o'sha yordam bermaganliklari. Shunaqa tushuntirish bilan men bir narsa iltimos qildim. Yo'q dedilar-da, menga bir narsani tushuntirdilar. Tasavvur qilgin cho'kyapsan. Cho'kayotgan paytingda suvdan o'sha cho'kmaslik uchun qilinadigan xatti-harakatlaring ko'proq foyda bermaydi. O'zing charchatasan-da, harakating unchalik foyda bermaydi. O'shanaqa holatda yana ham pastroqga tushib, ya'ni cho'kayotgan joyingni tubiga iloji boricha tushalsang, misol uchun basseynda, chuqur basseynda cho'kyapsan. Agar tubiga tushsang, pastdan bitta oyog'ing bilan itarib tepaga chiqib ketishing tezroq bo'ladi. Hozir qiyinchilikdamisan, yana ozgina demak cho'kishing kerak. Haqiqatan ham shunaqa bo'ldi. O'sha menga yordam berishda yo'q deganlari uchun men juda o'zi qiynalib turibman. Haqiqatan ham sezdim. Undan keyin yana bir necha oy xuddi o'shanaqa bir cho'kayotgan joyimga yana ham pastrog'iga tushdim. Chiqish qanaqa bo'ldi? Xuddi shu ustozim aytganlaridek qiynalib emas, qandaydir rosa pastiga tushgandan keyin bitta sakrab turib, juda ham osonlik bilan shu narsadan chiqib ketildi. Chiqishga o'tishdan oldin davaychi, mana hozir o'rtasidan boshladik. Ya'ni o'sha qarz holatidagi emotsiya o'zini tutishdan o'zi o'tib ketib qoldik-ku bu yo'lga. Qarzni boshlanish davriga o'taylik. Hammasi qanaqa boshlangan edi va qanaqa qilib mana shu nuqtagacha keldik. Ana undan keyin chiqish etapiga to'xtalamiz. Xo'p. Qarzimizni boshlanishi 2014-yili biz ishlab turgan joyimiz o'sha paytda Farg'ona shahar dehqon bozorining atrofida snos boshlandi.
Biz ishlab turgan joyimiz snosga tushdi. U paytda endi bozorda o'zimizga yarasha ulushimiz bor, ancha-muncha klientlarimiz bor. Ishimizni to'xtatib qo'ya olmaymizki, chunki bu aylanib turgan proses. Agar buni to'xtatsak, buni yana qayta bu o'yinga kirish juda ham qiyin. Juda ham ko'p vaqt va juda ham ko'p xarajat talab qiladi. Shuning uchun majbur bo'ldik boshqa bir joyga ko'chishga. U joyga ko'chishimiz uchun u joy hali tayyor emas edi. U joyga qurilish qilib, biz o'zimizga moslab sharoit qilishimizga to'g'ri keldi. Shu payt majbur bo'ldikki, оборотdagi puldan, endi оборотda u paytda pulimiz unaqa ko'p emas. Оборотdagi puldan o'sha joyda qurilishini, ya'ni bizning ishimiz to'xtamasligi kerak, iloji boricha qisqa muddatda shu joyda bitirishimiz kerak. Endi bir narsani qilishda shunchaki bo'laveradi deb qilishga hech nima bo'lmaydi. Qilganga yarasha perfeksionist. Perfeksionizm o'sha yerda o'zini zararini berdi. Ko'p holatda yaxshi tomoni ham bor perfeksionizm, lekin yomon tomonlari ham bor. Xuddi shu perfeksionizm oxirigacha zo'r qilib qilishing kerak degan narsa bo'ldi. Oxiriga yetkazdik. Juda ham qimmatga tushdi. Oxiriga yetkazishimiz. Endi xolodilnik qildik. Biz o'sha xolodilnik talab qiladigan mahsulotlarimiz ham bor edi. Ofislar qildik. Xullas chiroyli sklad qildik. O'sha skladimiz bitishiga biz оборотdan ham ancha-muncha pul ishlatib qo'yganmiz. O'sha paytga kelib bizni qarzimiz o'zi dollarda yurardi. Rosa o'sha qarzimiz eng cho'qqisiga chiqqan paytda xudoni sinov ekan. O'sha paytda oktyabr oyida dollarning kursi juda ham ko'tarilib ketdi. Natijada qarzimiz o'z-o'zidan ishib ketdi. O'sha oktyabrda boshlangan bo'lsa, undan keyin oyma-oy 2016-yilgacha faqat zarar hisoblaymiz, ishlaymiz, zarar hisoblaymiz. To'xtatib qo'ya olmasdik. To'xtatsak, оборотdan ancha-muncha pul ishlatib qo'yganman. Uni to'xtatganimizdan keyin berish kerak uni egalariga. Buni to'xtatmaganimiz sababi ishlab turibmiz. Ishlab turganimiz uchun, masalan, siz bilan oldi-berdi qilib turibmiz. Sizdan 50 ming qarzim bor. Siz bilasiz, menda 50 ming haqingiz borligini, lekin men siz bilan ishlab turibman. Aytaylik, buni 25 ming, 30 ming aylanib turibdi. Agar ish to'xtatsam, siz hozir o'sha 30 mingni emas, siz 50 ming talab qilasiz. Shuning uchun boshqa ilojim yo'q edi. To'g'rirog'i kallamga boshqa fikr, boshqacha bir variant kelmagan. Majbur bo'lganmiz yana ishlashga. Xullas shunaqa qilib qarzimiz ko'payib, har oyda to'g'ri bo'lardi, ba'zi oyda zarar qilmadik, 0-0, mana shunday chiqdi desa, xursand bo'lib ketardik. Bu biznesda juda kam uchraydigan holat, zarar qilmasa xursand bo'ladigan. O'shanda boshlanish nuqtada qancha bo'lgan shunda qarzingiz? Hozir aniq boshlanish nuqtasini bilmayman. Birinchi oy o'sha oktyabr oyida hisoblaganimizda оборотdan 227 million so'm shunday yo'q. Ishladik, qanchadir foyda qildik. Misol uchun оборотda 500 million pulingiz bor. Odatda ishlab turib, g'alvirni suvdan ko'targaningizda 50 millionga qancha qo'shilgan bo'lsa o'sha oyda oxirida, demak o'sha sizning foydangiz. Bizniki qanaqa bo'ldi? O'sha oyda ishlab turib, shunday отчет qildik. Bor pulimizdan 227 million so'm yo'q. Оборотda o'zi aylanib turgan puldan. Оборотdagi mavjud puldan shuncha pul yo'q. Bu odamda shunaqangi bir vahimaga o'zi оборотdagi pulni ishlatib qo'yganmiz, hech qancha pulimiz qolmagan. O'sha yerda minusga kirishni boshladik. Undan keyingi oy 150 million, undan keyingi oy yana qancha 20 million, 70 million, o'sha orada zararda chiqmasak, xursand bo'lib ketardik. Xullas shunaqa qilib qarzga kirganmiz. Vashshe mana 227 million bilan misol uchun o'sha vaqt holatida ham tam 20 million, 30 ming bo'lgandir может. Ko'p bo'lgan undan ham ko'p bo'lgan. No 630 ming bilan razницasi juda ham katta-da. Keyin mayda yig'ilgan holatda shunaqa bo'lganda, jamlashganda, to'g'rimi? Shunaqa. Chunki nimaga buni so'rayapman? Hozir raqami farqi juda katta, lekin aytilayotgan sifrlar kichkina-ku. Ko'pchilik holatda biz mana shu narsaga aldanib qolamiz-da. Ya'ni ana arzimagan pul deb ko'p narsa bundan o'tkazib yuboraveradi, lekin u jamlashganda ancha katta summa bo'ladi. Xuddi shunaqa, bu odamdagi o'zini o'zi yolg'on yupatishlarga o'xshaydi. Masalan, ortiqcha vazn deylik. Hozirgi vazningizdan taroziga chiqdingiz, 2 kilo ko'payibdi. Qaraysiz, 2 kilo endi nima? 2 kilo 2 kun 3 kun harakat qilaman, yuguraman, zalga kiraman, bo'ldi. E'tibor bermaysiz. Vaqt o'tdi, yana 1 kilo, yana 2 kilo qo'shilib 3 oy, 4 oy, yarim yil deganda o'sha 10 kilo, 15 kilo ves orttirgan bo'lasiz. Uni endi orqaga qaytarish uchun ancha mashaqqat kerak.
qarz ham odamga xuddi shunaqa ta'sir qiladi. Qanchadir qarz olib qoldingizmi, hech narsa emas, o'zib boraman ishlab turib. Bizniki birinchi oy o'zi qo'rqitadigan, ancha bir atrofga qo'rquv bilan qarashga sabab bo'ladigan summa bo'lgan, lekin boshqacha bir yechim ko'rmaganman. Men ko'rgan yechim faqat yaxshi niyat bilan harakat qilib ishlash, xudo xolasa uzilib ketamiz degan shunaqa narsa bilan yurib o'sha eng oxirgi nimasi $630,000 o'sha paytda hisob qilib ko'rganim. Bu 630 ming ham qanaqa, hamma narsalarimizni, hamma aktivlarimizni, ombordagi tovarlarimizni sotib pulini bersak, atrofdagi bizni haqqimiz, yana buni minus tomoni, biz nasiyaga berardik mahsulotni. Un ishida nasiya juda ham qattiq o'rnashib qolgan bunaqa narsa. Shu paytlari nasiyaga berardik, so'm deydi u. Agar o'sha nasiyamiz, atrofdagi pullarimizni hammasini yig'ib yana bizni haqdorlarimizga bersak, o'shandan keyin $630,000 meni bo'ynimdagi qarz bo'lgan. Bu degani bu yoqda ham ancha katta summa bo'lganda. Shunaqa. Buni o'ylashni o'zi odamni hayotga bo'lgan qiziqishini tushirib yuboryapti-da. Bu yoqda qanaqa odam shaxsiyatlarini yoki fikrlarni nimani kuchaytirish kerakki, ishlashga majbur bo'lganmiz deyapsiz-ku, baribir ham оборотdagi pulimizni o'zi yetmasdi prosta qarzlarni nima qilishga yopishga. Lekin o'sha turib ishlashga majbur bo'lganingiz bilan ishlashni o'zi ham oson emas-da. Chunki bilasiz, xuddi bu qo'pol o'xshatish qilganda, tam urushga ketyapsiz, bilasiz, birinchi daqiqadayoq o'lib ketishingizni, yana dalshi borishga o'xshatyapman-da men bu narsani. Boshga tushganni ko'z ko'radi bekorga aytishmas ekan. Boshingizga tushgandan keyin masalan tashqarida turib o'sha holatga qarab fikrlash boshqa. Ya'ni his-tuyg'ular boshqa, chunki siz u holatda emassizda. Endi o'sha holatga tushganingizdan keyin u siz bilan bo'ldi bu narsa, taqdirga tan berishdan boshqa hech qanaqa chorangiz yo'q. Ana o'sha holatdan endi xohlaymizmi, xohlamaymizmi, bizga shu narsa berildi. Xudodan so'rardimki, Xudo omonatini olib qo'ymagin bo'ynimda qarz bilan. Chunki eng qo'rqqan narsam shu bo'lgan. Juda ham qo'rqardim. Mabodo Xudo o'sha paytda jonimni oladigan bo'lsa bo'ynimdagi qarz bilan. Odatda bunaqa holatda haqdorlar kimga keladi? Yaqinlariga. Yaqinlarim, dadam, ukam. Eng talab qilinadigan odamlar. O'sha paytda o'ylasam juda bir ta'sir qilib ketadi. Nahot o'g'il bo'lib, farzand bo'lib dadamga men shunaqa bir og'ir yuk tashab ketsam. Nahot aka bo'lib, jigarimga shunaqa bir o'zim qilgan xatoni, mas'uliyatini ukamga tashab ketsam. Bunaqa yashasam agar umr uvol. Bu narsani qo'rqinchi hamma narsadan ustun kelgan. Xudoga behisob shukr, qarz masalasida birov bilan bir yomon gaplashmadik. Umrlardan baraka topishsin o'sha bizga haqdor bo'lgan odamlar hammalari Xudoni tanigan, iymonli, insofli odamlar. Biron marta bir qarzingni qachon berasan bo'lardi, masalan, payti bo'lardi, ularga ham pul kerak bo'ladigan payt, shunaqa paytda bir xuddi mendan qarz so'ragandek, iltimos ohangida biz xomashyo olishimiz kerak yoki bug'doy olishimiz kerak, shunga ozgina pulga yordam berib yuborsangiz. Shunaqa so'rashlar bo'lardi. Lekin biron marta yo kelib, keyin bunga ham sabab deb o'ylayman. Mabodo haqdor odam telefon qilsa, iloji bo'lsa bitta gudok ham ketmasin. O'sha odam bitta gudok bo'lsa ham kutmasin. Nima deyman, uni ahamiyati yo'q. Telefonni oling, chunki sizga kimdir va'da bersa, sizga qarzi bor, beraman deb bugungi kundagi eng ayanchli, men juda bir shu narsaga qarab nafratlanadigan narsam, qiynaladigan narsam, bemalol va'dani berishadi-da, falon kunga deb, telefon qilsa telefonni ko'tarmaydi. Men shu narsani tushuna olmayman. Men bu narsadan o'zim jirkanganim uchun bitta gudok ham kutmasin shu odamni deb zvonok bo'lishiga olardim. Assalomu alaykum. Aka, vaziyat bunaqa. Xudo xolasa keyingi hafta misol uchun, keyingi hafta payshanba kuni, keyingi hafta shanba kuni qilib beramiz. Bo'ldi, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Endi telefonni qo'ygandan keyin qilib berishim kerak. O'zi ungacha yana bir nechta odamga qilib berishimiz kerak. Endi unga o'zi va'da qildim. Masalan, ungacha qilib berishimiz kerak bo'lganlari, aytaylik, har kuni kimlarga pul berishimiz kerak? Bu o'zi proses, ya'ni ishdagi, biznesdagi mahsulot olaveramiz, pul beraveramiz. Lekin o'sha pul so'rab telefon qilgan odamga va'da qildimmi? Bo'ldi, uni
Kechiktirib bo'lmaydi. uni kechiktirib ham bo'lmaydi, unga uzr ham so'rab bo'lmaydi. Chunki uzr so'rab men muddatini uzaytirdim. Deylik 5 kunga, 10 kunga. O'sha paytda bilaman, biz qilayotgan savdoyimiz bilan unga erishib bo'lmaydi. Shunda o'rtoqlarim, shu atrofdagi yaqinlar o'sha paytlari juda ko'p menga yordam berib turishgan. Boramanda qarz so'rash juda qiyin narsa, lekin va'dani ustidan chiqmaslik men uchun undan ham qiyinroq. Borib o'rtog'imdan so'rardim, iltimos o'rtoq, mana shuncha vaqtga berib turing. Yoki bir qarindoshimdan. Xullas yillar davomida shunaqa qilib ishlab kelganmiz. Agar o'sha so'rab telefon qilishsa-yu, mana kuni deb va'da bersam, Xudoga behisob shukr o'sha aytilgan kundan uzoq bo'lib ketmadi. Balki shu uchun bo'lsa kerak, biron marta bu masalada ular bilan bir qattiq gaplashishga, baraka topishsa, men doim duo qilaman shu odamlarni, chunki ular tomonidan qilingan menga juda katta yordam bo'lgan o'sha paytda. Yaqinda bitta esimga tushib qoldi, hozir mana shu qarz masalasida bitta tanishimdan eshitib qolgan edim-da. Unda menda ozroq qarzi bor. Aytdi, shu bir fikr kelib qoldi. Prosta yozuv-chizuv qilmaganman-ku birorta qarz bo'lib turgan odamlarimdan. Yo'q, bilmayman degan pozitsiyaga o'tib olsam-chi degan narsa ham kelib qoldi. Ich-ichimdan charchab ketdim deyapti-da. Lekin o'zimni zo'rg'a qo'lga olib, yana anavi yo'q, buni hal qilishimiz kerak deb yana harakatga o'tdim deb aytayapti-da. Men hozir savol paydo bo'ldi. Mana bu aytayotganingizdan keyin birinchisi, sizda ham bunaqa fikr bo'lganmi, yo'qmi? Ikkinchisi, bo'lgan bo'lsa, bo'lmagan bo'lsa nimaga bo'lmagan? Mana shunaqa fikr bo'ladigan odamlar qanaqa harakat qilish kerak? Mana shu 3 ta savol bo'lib ketib qoldi. Qanaqa yo'l tutish kerakki, shu fikr kelgan vaqtda yokida shu yo'lga qarab baribir ertaga oxir-oqibat hech qaysi государственный organlarning oldida, sudda, boshqasida isbot qilib bera olmayman. Masalan, men kimgadir pul berganman, isbot qilib bera olmayman. U odam bo'yin tovlayapti-da. O'sha pozitsiyadagi insonlar o'zini qanaqa tutish kerak? Bu menimcha birinchisi oilaviy tarbiyadan kelib chiqsa kerak. Chunki haliginda aytganimdek, unaqa paytda o'lish o'sha odam uchun, qarzdor odam uchun eng oson yechim. Lekin biz ketdik, misol uchun. Qo'pol misoli, biz ketdik, lekin u narsa hal bo'lgani yo'q. Bu narsani hal qilish baribir bizning yaqinlarimizga kelib tushadi. Yaqinlarimiz bo'lmagan taqdirda ham, masalan, aytaylik, borsa, men turib beraman deydigan odami yo'q. Shunaqa holat. Lekin shunaqa bo'ldi, Xudo ko'rsatmasin ketib qoldi. Bu dunyoga qarz bilan ketishdi, savol javobi, banda bilan bandani o'rtasidagi qarzga aralashmayman degan Xudoning va'dasi bor. Bu u tomondagi, lekin bag'dagi biz yashab o'tdik-ku, endi boshqacha so'z bilmayman, fuflejnik degan nom bilan ketib qoldik. Bilmadim, bu mana shunaqa xarakter shakllanish uchun nima qilish kerak odam? Bu sizni qadriyatingizni bildiradi-da, bu sizni xarakteringiz. Meni opog'im rahmatlik eng birinchi ustozim deb aytaman, bobom, dadamning dadalari. Men katta o'g'il nevara bo'lganim uchun doim yonlarida olib yurganlar. Xudo nasib qildi, qariganlardan keyin birga qatga borsak, opog'imni men doim qo'llaridan ushlab yonlarida yurardim. Mana o'sha bolaligimdagi, yoshligimdagi eng baxtli onlarim shu opog'im bilan doim eslayman. Opog'imdagi to'g'ri so'zlik, opog'imdagi va'daga vafo qilish, bunaqa narsalarni opog'im menga gap bilan emas, amalda o'rgatganlar. Yigit kishi va'dasiga vafo qilish kerak. Ya'ni yigit kishi qanaqa bo'lish kerakligini menimcha eng yaxshisi nasihat bilan, gap bilan emas, amalda ko'rsatish. Keyin behisob shukr, dadam nihoyatda to'g'ri so'z, har qanaqa holatda doim to'g'risini gapirishadi. Endi bunaqa narsalarni ko'rib shakllangandan keyin boshqacha bo'lishini men tasavvur qila olmayman. Chunki o'sha payti keldi, shu ustozim maslahati bilan borginda kimga qarz bo'lsang, borib o'tirib gaplashib, ularni duo qilishini so'ragin. Borib ularga shu vaziyatni tushuntirib duo so'rashdan oldin ich-ichimdan so'ragan narsam ulardan ota-onam halol berib katta qilishgan. Mana niyatim kimdir haqqini yeb ketishmas. Haqiqatan ham shunaqa, haligi
siz gapirayotgan gapga kimdir ishonishi uchun bu siz o'zingiz 100% ishonadigan, sizni ichingizdan chiqayotgan gap bo'lsa, narigi tomonda ishonish ehtimoli ko'proq bo'lar ekan. Bu haqiqatdan ham meni niyatim, meni ichim, meni dunyoqarashim xuddi shunaqa narsalardan iborat edi. Endi qarz bilan ketib qolish, endi xudo ko'rsatmasin xunuk holat ba'zida ko'ramiz, qayergadir qochib ketadi. Mayli o'zini o'zi bir narsa qilmasa ham qayergadir qochib ketadi. Qayerda yursa ham mana shu narsa turadi-ku, o'zini kallasida, bir aynakka qaraganda qaysidir joyda o'zini bir men erkakman deb his qilishga to'g'ri kelganda mana shu narsalar doim o'zini bildirsa kerak, doim o'zini eslatsa kerak. Hozir katta gapirish bo'lib qolsa kerak. Men bunaqa odamlar qanaqa fikrlaydi, boshqa deb gapirsam, endi menda bu narsani shakllanishi bu meni o'zimdan emas, o'sha bizni kattalarimiz, dadam, rahmat Husn opoqim to'g'ridan-to'g'ri o'sha tarbiyaga baribir borib taqalar ekan. Endi mana masalan bu sizdagi xarakterni shakllanish nimasi tarafi? Deylik, boya aytganingizdek, yoshligidan shunaqa imkoniyati bo'lmagan inson bo'lishi mumkin. Bo'lgan bo'lsa ham shu muammo keldida, no panikada. U o'ziga o'xshab fikrlamayapti. Yo tabiati shunaqa, qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, rezultat shunaqaki, tam u oddiy ko'cha tilida aytganda zadnini berib qolmoqchi-da, tam prosta yovib qolmoqchi yoki qarzini tan olmoqchi emas. Bu qaror nimalarga olib boradi o'zi? Endi buning uchun uzoq o'ylashga hojat yo'q. Tarixga qaraydigan bo'lsak ham yoki biz o'zimiz bilgan shunaqa narsalarni boshidan o'tkazgan odamlarni shunaqa holatda qanaqa yo'l tutdi-yu, bugungi kundagi holati nima? Shuni o'ziga e'tibor berishda o'zi menimcha yetarli bo'ladi. Birorta misol ayta olasizmi? Xo'p, endi aynan kimnidir misol keltirishim qiyin bo'lsa kerak. Yo'q, holat bo'yicha. Holat bo'yicha. Xo'p, biz o'zimizni oziq-ovqat ishimizda oladigan bo'lsak, bizga o'xshab ishlayotganlarning ichida o'sha paytda juda ko'pchilik biz qilgan xatoni juda ko'pchilik qildi, ko'pchilik o'ziga kela olmay qoldi. Shu paytda haqiqatda qayergadir chiqib ketganlar, qayergadir qochib ketganlar bo'ldi. Ular ketgandan keyin oqtarib yurishdi ancha. Lekin u odamda o'zi yo'q, hech kim bilmaydi, uyga borishadi, bola chaqasi uyini chaqirishadi, ular ham nima qilishni bilishmaydi. Ketgan yo Rossiyaga, boshqa joyga ketgan. Mana u holatga 10 yildan ortiq vaqt bo'ldi. Lekin haligacha u odamlar haqida bilmayman, nima, qanaqa. Lekin bir narsani bilamanki, masalan, ba'zilarini oilasini, bola chaqasini bilaman, juda ham tang holatda, juda ham nochor holatda yashashyapti. Ko'p ehtimol bilan ular qayerdadir zo'r yashayapti degan fikrga kelish qiyin. Qaytib kelishgan taqdirda ham ularni peshonasiga katta tamg'a urilgan. Ehtimol bu odamlar haqdor odamlar kechib bo'lgandir. Ehtimol kelgandan keyin qaytib so'rashmas undan. Yana bilmadim, lekin so'rashmagan taqdirda ham qaytib kelib yana bitta bosh ko'tarib yorug' yuz bilan yurish juda ham qiyin masala. Lekin eng yomoni ulardan keyingilar farzandlari bor. U odamni kelin olib qiz chiqarishi bor. Bu ham juda ham katta rol o'ynaydi. Bu bola chaqa nevarasigacha ta'sir qiladigan narsa deb o'ylayman. Bitta opoqim bilan bo'lgan yana bir bitta misolni aytib bermoqchiman. O'sha paytda 18-19 ga kirgan paytim opoqim bilan birga ketyapmiz. O'sha paytda Tiko mashina olib berganlar opoqim. Yoz paytda Tikoni aynaga tushirilgan. Endi mashinaga o'tirgan paytlarim, endi pravo olgan paytlarim, yo'lda ketayotib aynadan bunaqa qilib qo'limni chiqarib olibman. O'zim ahamiyat bermayapman. Opoqim mana sizlar gapirardilar. Shunaqa bir agressiv. Baland ohangda kirg'iz qo'lingni ichkariga dedilar. Opoqim juda menga aytibman, doim sizlar gapirardilar. Bunaqa ohangda juda kamdan kam gapirardilar. Shunday o'zgardimda, darrov ustimga sovuq suv quyilgandek, shunday o'zimga keldimda, indamay ketyapman endi. Ya'ni bu bunaqa keskin ohangda chiqqan, kutilmagan, keskin ohangda chiqilgan gapni endi sababini kutyapman, chunki opoqim besabab hech narsani gapirmaslar, qilmaslar. Kimsan? Shaharga bir nima qilib qo'yding? Bironta bir kattaroq ish qilib qo'ydingmi? Buna qilib o'zingga sig'masdan yuribsan. Qaytib ko'rmayman masalan bunaqa yurganingni.
Bu men uchun nafaqat men uchun, balki meni farzandlarim, nevaralarimga ham xudo xolasa yetadigan o'git bo'lgan. Bitta shu narsani o'zi. Haligi o'tirib olib, bunaqa bo'lish kerak emas. Juda ko'p nimalarda keyin oiladagi kattalarni o'rnini bilish, ya'ni kattalarni hurmatini qilib, kattalarga munosib javob qilish yoki ularga munosib xizmat qilish. Har bitta odamda o'zini o'rni bor. Farzandda o'zini o'rni, otani o'zini o'rni, onani o'zini o'rni, har bittasini o'rni-o'rnida bo'lish kerakligini rahmatli opog'im ko'rsatib, hamma tomonlama ko'rsatib ketdilar. Behisob shukr, hozir oilamizni boshi, dadam umrlari uzoq bo'lsin. Dadamni ham har bitta gapirayotgan gaplari, har bitta qilayotgan ishlari qarab, eshitib mazza qilaman, chunki men uchun hikmat to'la. Endi hamma farzand uchun ham shunaqa bo'lsa kerak. Lekin har qanaqa ishni boshlashdan oldin balki arzimas narsalardir, lekin dadam shunaqa narsalarga ham ahamiyat beradilar. Bir kun kimdir dadamdan so'rabdiki, mana buvim, dadam onalari, biz birga yashaymiz. Xojona Azbek bilan birga yashaydilarmi deb so'rashsa, yo'q, Azbek xojona bilan birga yashaydi. Ehtimol arzimagan narsadir, lekin kimi o'rni qattaligini bu bilan zo'r qilib ko'rsatib qo'yaptilar. Men uchun orientir olishga shuni o'zi juda yaxshi yetadi. Mo'shni. Mana hozir imminni nimaga o'tdik? O'sha tarbiya baribir, atrof muhitning roli. Yana mana shuni o'ziga chuqurlashib qo'ya qolaylik. Vaziyatlarni tahlil qilmoqchi emasman yana bu yerda. Men xohlaydigan narsa hozir gaplashishni xohlaydigan bizni baribir endi qarz oldi berdisi, biznes asosan erkak kishi bilan bo'ladi. Ayol kishilar ham biznes qiladigan bo'lsa ham ko'pchilik holatda kimdir bo'ladi. Endi kimdir bo'lmagan holatda men bilmayman to'g'risi. U narsani tahlil qila olmayman. U mavzuga men o'ta olmayman. Juda bu bo'yicha bilimlarim yoki holat bo'yicha emotsiyalarim yetarli emas. Shu erkaklar borasiga o'tadigan bo'lsak, bizni o'zi o'g'il bolalarni, umuman erkak kishilarni qanaqa tarbiyalashimiz kerak yoki qanaqa tarbiyalanishimiz kerak, qanaqa muhit bo'lishi kerakki, shu bizni istalgan katta qiyinchilikni yuragiga yaqin olmasdan, duxi bermasdan, xalq tashiyman xudo xolasa deb pozitiv energiya bilan har ozgina qiyin bo'lib qolgan paytda qochib ketishi, yig'lashi, kimgadir shunday qiyinchilik o'tkazib yuborishni o'ylamasligimiz kerak. O'sha ichki sterjinni mustahkamlash uchun nimalarga e'tibor qilishimiz kerak? Shu bo'yicha siz tajribangiz atrofida gaplashsangiz. Xo'p, bu duxni shakllantirish, agar siz aytgandek bo'lmasa-chi shunaqa odamlari, endi taqdir, hayot har xil, kimdir otasi katta bo'ladi. Shunaqa odamlar bo'lmasa-chi deyilsa, ularda ko'chadagi o'rtoqlari, yon atrofidagi odamlarni to'g'ri tanlashi o'sha ichidagi sterjinni bor yoki yo'qligiga xizmat qiladi deb o'ylayman. Bu mening shaxsiy fikrim. Zo'r. Endi bu narsani shakllanishini, misol uchun yosh bolaligidan mana shu o'sha ichidagi man degan tushunchani, bu man deganda manmanlik, kibr emas, o'zligini bilish, shaxsiyat sifatida o'zini tanish, Xudoni tanish. Mana shu narsalar odamda ichidagi bir sterjin bunga asos bo'ladi deb o'ylayman. Buning ichiga g'urur, oriyat, lafz, erkak kishining sha'ni, atrofidagi unga yaqin bo'lgan, u mas'ul bo'lgan ayollar, opasi, singlisi, ayoli, qizi, shunga o'xshagan odamlarga bir o'zini mas'ulligini his qilishi, ana shu rashkda kelib chiqishi. Bu masalada Lazzaka Adhamov bir zo'r narsani aytib berdilar bir safardaligimizda. Lazzakani men bilishimcha odatlari ko'proq qaysidir joyga, ya'ni begona joyga borishsa, o'sha joydagi oilaviy muhitda qolishni harakatni qiladilar. Groznida bo'lib, o'sha yerda bir oilada bir necha kun, 3 kun, 4 kun o'sha oilani nima uchun bunaqa qiladilar? O'sha millatni madaniyatini yana ham ichkariroqdan bilish maqsadida. Xullas Groznida o'sha bitta oilada qolganini aytib berdilar. U oilani taxminan 13-14 yoshlik qizi va 9 yoshlik o'g'li bor deyaptilar. Ikkita farzand. Ertalab haligi 9 yoshlik maktab o'quvchisi maktabga ketayotib, o'sha uydan chiqdi-da, oyoq kiyimini kiyadigan joyga kelib, onasi oshxonada nimadir qilyapti.
onasiga bir narsa dedi endi o'zini tilida. Onasi ichkaridan balandroq ovozda yana u qiziga, ya'ni u bolani opasiga gapirdi. U qiz ham nimadir dedi, gaplarini tushunmadim. Oxiri onasi sal haligi недовольныйroq bir ko'rinishda chiqib kelib o'g'lini oldiga o'tirib oyoq kiyimini kiygizib bog'ichini baylab qo'ydi. U bola chiqib ketdi maktabga. Tushunmadim hali holatda, endi o'sha oilani boshlig'ini chiqishini, o'sha ular dadasini chiqishini kutib chiqqandan keyin mana shunaqa holat bo'ldi. Tushunmadim nima edi u. U hayron ham bo'lgan yo'q. Tushunmaganimni ya'ni bir oyoq kiyimini kiyib bog'ichini baylash uchun ayasiga aytdi. Ayasi qizimga aytdi. Qizim boshini yuvgan ekanmi, xullas tashqariga chiqolmaslik sababini aytgani uchun o'zi kelib o'g'lini oyoq kiyimini kiygizib bog'ichini baylab chiqarib yubordi. Nima uchun 9 yoshli bola o'zi qila olmaydimi shu ishni? Desam, hayron bo'lib, qanday uyda ayol kishi turganda o'g'il bola o'zi kiyadimi? O'zi o'tirib oyoq kiyimini baylaydimi? Men bu narsadan hayron qoldim deyaptilar Lazzat aka. Men ham keyin o'ylab menga juda ta'sir qildi. Bu nima uchun deyilsa, o'sha o'g'il bolani bolaligidan o'ziga bo'lgan ishonchini, ayol kishidan ustunroq turishini, ayol kishi borligida erkak kishiga ayol kishi xizmat qilish kerak. Ya'ni xizmat qilish deganda qul bo'lib emas, uni erkakligini, ana o'sha ichidagi stерженini mustahkam shakllanishiga xizmat qilar ekan. O'shanaqa tarbiya topgan, o'shanaqa shakllangan bola kelajakda hech narsadan qo'rqmaydigan, oriyatini, sha'nini hamma narsadan ustun qo'yadigan. Bekorga masalan chechenlarda duxi balat millat deb bilamiz hammamiz, haqiqatan ham qoyil qoladigan, men doim qoyil qolaman chechenlarda duxiga. Haqiqiy bir narsadan qo'rqmasdan har qanaqa xavfga tikka borish, agar o'lim turgan bo'lsa, o'limga tikka borish o'sha millatga xos. Bularda balki shunaqa shakllanishini sababi bolalikdan bo'layotgan shunaqa tarbiyadir. Bu anaviga olib borib qo'ymaydimi? Men shuni o'ylab qolgan narsam, olib borib qo'ygan tekin tomonligiga yoki ayollar hamma ish qilish kerak, men bo'ldi, yashab bersam bo'ldi degan mindsetga dunyo qarashga olib kelib qo'ymaydimi? Xo'p, bu savolingizga boshqa narsa bilan misol keltiraman. Ko'pincha sotsial eksperimentlarda ko'ramiz. Rossiyada, ko'proq Moskvada ayol kishiga kimdir masalan bir erkak qo'pollik qilyapti. U millati, dinidan qat'iy nazar bu sotsial eksperiment nimaga qilinadi? Ya'ni atrofdagi o'tib ketayotgan erkaklar qanaqa reaksiya bildiradi? Ko'proq shu Chechen, Dog'iston, o'shetlik odamlar haligi ayol tarafini olib darrov chiqadi. Bu nimani anglatadi? Ayollar bularga xizmat qilyaptimi? Ya'ni bular ayolini o'sha o'zi mas'ul bo'lgan ayollarga o'zini sha'nini saqlaganda. Ya'ni haqiqatan ham bizni sha'nimiz bizni atrofimizdagi ayollar. Bizni qizlarimiz, opa-singlimiz, onamiz, ayolimiz bularni har qanaqa narsadan ustun qo'yishga sabab bo'ladi deb o'ylayman. Bu agar shunchaki xizmat qilish kerak desa, ehtimol manmanlik bo'lib qolar. Endi buni ham menimcha sababini qilishganki, balansi yaxshi ushlangan ekanda. Chunki hozir endi ko'p uchratamiz, siz ham bilasiz, chunki xodimlaringiz bor, atrofda boshqa insonlar bor, u kimdan eshitasiz. Ayoli chet elda ishlab yuradi. Akamgilar ham uydalar. Nimaga desa, u ayol kishi, men erkak kishiman. Ya'ni tabaqalanish bu yerda noto'g'ri ishlatilyapti-da. Xuddi shunaqa. Qanaqasiga deysiz? Misol uchun bor odamlar haqiqatda boya aytganingizdek qul qilib yoki bor odamlar o'tkazdirib yuboradi-da. Ya'ni balansini ushashda, haqiqatda erkak ayol munosabati, keyin yosh bolani o'sha erkak kishini, o'g'il bolani ichki stерженini mustahkamlanishida qanaqa buni balansini his qilish mumkin va qaysi taraflari noto'g'ri, qaysi taraflari to'g'ri? Bunga endi juda bilimdonlik qilishim menimcha to'g'ri bo'lmasa kerak. O'zingizning tajribangizda endi bu yerda fikr almashman. Bunga yana bir misol, uni bir eshitdim. Masalan, viloyatlarda bu narsani uchratish mumkin. Bizda Marg'ilonda, Qo'qonda men ko'zim tushgan. Bizda Farg'onada ham shunaqa narsa bor. Ba'zi hovli uylarda eshigini ochsangiz, pardaga o'xshab narsa tutib qo'yiladi. Ya'ni begona odamni chaqirib kelib eshikka qaraganda hovlida yurgan ayollar bo'lsa ko'zi tushmasin. Chechenlarda ham shunaqa narsa bor ekan, o'sha ba'zi hovlilarda. Hattoki o'shanaqa joyda agar eri ishga ketayotganda ayoli kelib o'sha pardani shunday ochib berar ekanki, eri o'sha yerdan tikka o'tib ketish uchun. Ya'ni buni nima uchun buni qilinar ekan? Sizni boshingiz sajdadan boshqa joyda egilmasin. Eriga bunaqa munosabat qilayotgan ayolni qanaqa qilib eri unga qulga qaraganda qarash mumkin? Bu bilan u ayolni
qancha e'zozlashi, qancha unga yoqadigan sharoit qilib berishi, uni oiladagi asosiy o'rnini egallashini, chunki bolalarning tarbiyasiga o'sha ayoli sababchi. Uni bolalari ko'rib o'sha oilada, o'sha muhitda tarbiyalangandan keyin u qizlarga ham, o'g'illariga ham ta'siri bor. Endi buni balansini menimcha har bir narsani hisobga olib zo'r shakllantirishganki, ularda masalan eshitmaganman. Endi hamma millatda, hamma bir xalqlarda bo'ladi yaxshi yomon odamlar, lekin haligi ayolini xo'rlabdi, ayoliga qulga qaraganda muomala qilibdi degan narsani juda kam eshitilsa kerak kechallarda. Erkak o'zini o'rnida, ayol o'zini o'rnida, hammasini o'zini haq-huquqi o'rnida shakllanadi. Yana bir 10 kun 15 kun oldin bo'lgan bir narsani menga juda ta'sir qildi, juda achchig'im keldi. Kichkina o'g'lim 7 yosh telefon qildi. Men Toshkentdaligimda kompyuterga boraylik, yani game klublarga. Endi qayerdadir ko'rgan, mayli, va'da qildim, borganimdan keyin men olib boraman. Farg'onaga borib, keyin birga bordik, borib o'tkazib qo'yib, keyin ishlarimni qilib kelaman dedimda. Haligi o'sha yerda boshqaradigan bolaga nima qanaqa deb gaplashib, bitta shu kompyuterni bo'shatib berdi. O'yinni boshlab olguncha bir taxminan 5 minutcha o'sha turdim, qarab. O'sha yerdagi yoshlar taxminan bir 15 yoshdan 25 yoshgacha bolalar bir-birlari bilan shunaqangi so'kinib gaplashishyapti haligi bolalar. O'yin o'ynashyapti. Buyini, onangni bu urushgani yo'q. Prosta shunchaki o'tirib shunaqa gaplashishyapti. Haligi narsadan vajohatim juda o'zimni qo'lga ola olmaydigan darajada ko'pchilik bir 20 tadan oshiq bola qaysi biring so'kinding? Ba'zilarining quloqida naushnik bor, o'ynashyapti. Bo'ldi, bu deb uzr so'ragandaqa. Keyin chiqib, ligini ularga qaraydigan bola yoshi kattaroq, rus bola ekan. Admin. Admin deyiladimi? Ularda o'sha bir qarab nazorat qiladigan bola. Yana bir ayol kishi ham o'tiribdi. O ayol kishining yoshlari bir 50 ga yaqinlashgan. Haligi bolaga nimaga qaramayapsan bu narsaga? Qara bularning og'zidan chiqayotgan gapni. Sen siz tushunmaysiz. Yani o'rischalab aytayapti. Из-за того, что вы взрослый, вы не понимаете. Xo'p, ayt, nimani tushunishim kerak? O'yin o'ynaganmisiz deyapti. Yo'q, bunaqa o'yin o'ynamaganman. Xo'p, допустим o'ynaganman. Nima bo'ladi? Endi azarti bor, boshqasi bor. Agar so'kinishlarni men senga aytsam, seni slovaringda yo'q men bilgan so'kinishlar. Buni o'zini joyi bor. Xo'p, urushayotgan bo'lsa, buni ham oqlamayman, lekin urushayotgan bo'lsa, ehtimol buni tushunsa bo'ladi. Lekin shunday, na rovном месте deydi-ku, oddiy holatda shunday o'yin o'ynab turib, bir-birini onasini, buvisini bunaqa qilib so'kishi, eng yomoni bu so'kishni eshitayotgan bola ham indamasdan hazm qilib o'tiradi. Normal qabul qilyapti, ha? Bu shunaqa bo'lish kerakdek. Bu xuddiki tabiiy holat. Xuddi shunaqa. Bu onangni deb ayeni deb farg'onacha qilib ayeni deb so'kiyapti. Shunaqangi bir qog'ozga o'ralgan hech narsasi yo'q. Shunaqangi tikka so'kiyapti. Chiqqanimdan keyin picha vaqt asabiylashdim-da, o'zimcha o'ylab, bu juda ham yomon ta'sir ko'rsatmayaptimi-kin? Ko'pinchalik yoshlar unaqa, yoshlar bunaqa, men unaqa nuqtai nazardan emas. O'sha so'kishni hazm qilish, hali gapirganimizdek o'sha stерженьni sekin-sekin sinishiga sabab bo'lib qolmasmikin? Bu so'kishlarni hazm qilib katta bo'lgan bola ancha-muncha narsani o'ziga olmaydigan, oriyati yo'q, sha'ni, xudo ko'rsatmasin, rashki yo'q. Shunaqa bolalar jamiyatimizda, shunaqa odamlar ko'payib qolishiga sabab bo'lmasmikin? Ba'zi yoshlardan so'radim, afsuski, ba'zilar hatto shunaqa kompyuter, shunaqa game klublarda bunaqa so'kinish oddiy holat. Bilmadim, agar bu narsani o'zgartirish meni qo'limda bo'lganda qancha harakat, qancha vaqt ketmasin buni o'zgartirishga harakat qilgan bo'lardim, chunki meni taxminimdagi, men o'ylayotgan masalan ketma-ketlik bor-ku. Bunaqa ketma-ketlikda bu bolalar ertaga qo'lidan ish keladigan, ertaga bir jamiyatda asosiy bir rolini o'ynaydigan odamlarda shunaqa bir ichidagi stержeni yo'qlar bo'lib qolsa, ularni xohlagan ko'zga solishingiz mumkin bo'lib qoladi-da. Ularni bo'chasiga o'zingiz manfaatingiz yo'lida ishlata olasiz degan. Chunki prosta o'yinda asabiylashib, nima deydi, shaxsiy chegaralarni eng cho'qqisiga yaqinlashib aytayotgan gapi ham, eshitayotgan odam ham buni normal qabul qilyaptimi? U uchun
boshqa uyatli narsa yo'qda. Xuddi U shunaqa. himoya qilishi mumkin bo'lgan nima bor? Hech nima yo'q. Xuddi shunaqa. Ertaga qo'pol qilib aytganda uydagini olib chiqib ketishsa ham, "Ay, mayli endi shu eganda, o'rtog'im" deb qo'pol qilib aytganda o'tiraversa kerak-da deb o'ylab qoladi odam. Xuddi shunaqa. Eng yomoni yigit kishi uchun eng muqaddas hisoblangan onasidan so'kkanini hazm qilishi ertaga haqiqatdan u uchun onadan muqaddasroq nima qolishi mumkin? Imminni. U ham absolyut hamma narsa normal bo'lib qoladi. Xuddi shunaqa. Juda yomon. Keyin mana sizga videoni tashlagan edim-ku, bu mana Yevropa, Rossiya, даже Qozog'istonning ba'zi joylarida normallashib qolyapti-da. Bolalarni qo'pol aytganda chumoshnik bo'lib yurishi как бы statusga aylantirilyapti. Anavi qizlar qiladigan bu kontentlar bolalar tomonidan ham normal qabul qilinyapti. Agar u misol senga ozgina qattiq gapiradigan bo'lsa, u red flag degan termin chiqarib olishgan. U seni uydan chiqishga ruxsat bermasa, yo'q, u ham mayli, nima deydi? U seni o'g'il bola o'rtoqlaring bilan uchrashishingga qarshilik qilsa red flag deydi. Вообще-то как так? Qanaqasiga unaqa bo'lishi mumkin? Bolalar ham bunga normal reaksiya qilyapti. Endi hozirgi qizlar shunaqa ekan. Yo'q, uzr. Odam miyasida imkoniyat, xayollar cheksizda. Hammamiz o'ylaydigan narsa chegarasi yo'q. Qo'yib bersangiz hamma narsani qilish mumkin, lekin ma'lum bu tarbiya tomonlama, shaxsiyat shakllanishi tomonlama chegaralanishi muhim bo'lgan narsalar ham bor-da. U butun dunyo mana Amerika liberalizmga o'tib ketib nimalar bo'lib ketdi, misol. Уже men yaqinda bitta zo'r gap eshitdim. Bitta tanishim bilan bilyard o'ynab, muhokama qilib suhbatlashmoqmiz-da. Zo'r gap aytdi. Mana masalan, umumiy hamma o'z jinsini o'zi tanlashi mumkin degan har xil bir bo'lar bo'lmas g'oyalar 30-40 yil oldindan boshlab targ'ib qilib boshlandi deyilyapti. Va o'sha paytda boshida qabul qilganlar уже qarida deyapti. Ya'ni umrining eng zo'r davrini o'tkazib bo'lishdi. Endi yo'qotadigan hech narsa yo'q, umriga orqadan qarash imkoniyati bor deyapti. Va deyarli hammasi уже shunaqangi katta depressiya, уже o'zini o'ldirayotganlar tiqilib yotibdi. Nimaga? Chunki ular hayotni yutqazdi-da. Xuddi shunaqa. Butun umrni yutqazdi va qanchalik ahmoqona qaror qabul qilganligini tushunishdi. Va bu уже teskari reaksiya beryapti Amerikada. Men eshitishim bo'yicha, po faktu tekshirib ko'rganim yo'q. No, logichniy fikr. Teskari reaksiya beryapti. Aslida bu noto'g'ri narsa ekan. Hammasi tabiat bo'yicha, Xudo yaratgani bo'yicha bo'lish kerak ekan degan fikrga endi yetib kelyapti ular. Вот mana hozir o'sha Tramp ham buni o'zini ideologiyasida, siyosiy ideologiyasida ko'p targ'ib qilyapti. Amerika faqat ikki jinsli vakillar uchun degan narsani. Вот bu o'zi hammasi nimadan chiqyapti? Bu o'sha so'kinishlarning normal qabul qilinishi ertaga istalgan mavzudagi ahmoqona g'oyani normal qabul qilinishiga olib kelaveradi. Kvadroberlar degan narsa chiqdi masalan. Uni ham eshitdingmi? Yo'q, eshitganim yo'q. Yosh bolalar o'zini mushuk yoki kuchuk deb e'lon qilyapti. Mana shunaqa yurishdi. Intervyularga chiqadi, o'zini mushuk deb tutadi. Qanaqasiga deysiz, bu mediadagi mafkurani, o'sha media orqali deylik, media orqali mafkurani sindirish natijasida istalgan o'yinchoqqa aylantirib tashlashyapti. O'zi hozirgichalik o'zi dunyo tarixida ma'lumot erkinligi bo'lmagan va bu narsa orqali odamlarni ahmoq qilishga, hayvon qilishga ham даже nima qilishyapti, ishlatib tashlashyapti. Buyuklarimiz bir gapi bor. Aqlli bo'ldim, odamlarni o'zgartirishga harakat qilishni boshladim. Keyin dono bo'ldim, o'zim o'zgartirishni boshladim. Men bu bilan ko'pchilikni o'zgartirishga da'vogarlik qilganim yo'q. Men agar yosh kattalardan iltimos qilgan bo'lardim, mana shu yoshdagi bolalarni hech bo'lmasa farzandlarimiz, jiyanlarimiz, shogirdlarimiz, bizni gapimiz o'tishi mumkin bo'lgan odamlarga shu narsani shakllantira olsak, jamiyatga yaxshi insonlarni kelib chiqishiga hissamizni qo'shgan bo'lardik. Men kattalardan juda ham iltimos qilgan bo'lardim, chunki bu katastrofik oqibatlarga olib kelishi mumkin. Hozirgi siz sanab o'tgan narsalar boshida bu narsaga kurashib, mana endi vaziyat bu narsani qanchalik noto'g'ri bo'lganini va butun boshlik avlodni bir majruh bo'lishiga, bir xudo buyurgan tabiiy narsalar yo'qolib, odamlarning buzuqligi qanaqa oqibatlarga olib kelayotganini juda ko'pchiligimiz ko'rib turibmiz. Millat sifatida kelajakka xudo xolasa xizmat qiladigan o'sib kelayotgan avlodni mana shunaqa bir muqaddas narsalarni haqiqatdan ham muqaddas bilib, erkak kishini sha'ni, g'ururi degan bir nozik narsalarni, nozik lekin shu bilan birga muhim bo'lgan narsalarni o'zimizda millat sifatida saqlab qolishimiz xudo xolasa faqat yaxshilikka bo'lar deb o'ylayman. Bu haqiqatda mana shu
o'g'il bolalarni kuchli shaxs qilib tarbiyalash nafaqat bu qarz oldi berdisi, nafaqat bitta shaxsni muvaffaqiyatli bo'lishi, balki haqiqatda millatga ta'sir qilgan. Men o'ylagan, aytganingizdan keyin o'ylab qoldim-da. Albatta, mana shu siz aytgan qarzim bor, qochib ketaman degan narsa mana shu yoshlikdan shu stерженni mustahkam shakllanmaganligidan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Chunki o'sha erkak kishi masalan o'sha bolaligidan o'g'il bola oilasiga mas'ul, o'g'il bola oldida yurish kerak. O'g'il bola ayol kishiga nisbatan kuchli, ayol kishiga nisbatan so'zida qat'iyat bo'lish kerak, o'zida bir qanaqadir shijoat bo'lish kerak degan narsani bolaligidan singdirib kelinsa, ana o'shanaqa bolalarda agar o'sha chechenlarda onayini degan so'kishni tasavvur qilib ko'ringda, ularda qanaqa reaksiya bo'ladi. Kamida invalid qiladi urib, agar o'ldirib qo'ymasa. Bu narsani oddiy qabul qilinishi juda ham achinarli holat. To'g'ri. И вот hozir nima haqida umumiy yana nimadir fikrlar bormi sizda mana shu tarbiyaga aloqador, shaxsiyat, o'sha erkak kishini lafzi, qat'iyati, stержeni haqida biz ochib berishimiz kerak deb o'ylaydigan? Masalan, o'rislarda yana bir zo'r gapi bor. Mushina summa своего прошлого deydi. Bizni bosib o'tgan yo'limiz, bizni tariximiz bizni o'zimizni umumiy qadrimizni belgilab beradi deyilgan narsa. Qaysidir holatlar bo'ladi, o'sha yerda ozgina qo'rqoqlik qilish yoki nimagadir shijoatimiz yetmasdan dangasalik qilishimiz. Endi shuni qilmasam qilmabman-da. Agar bu narsa bizni nomimizga dog' tushiradigan, bizni bosib o'tgan yo'limizdagi bir qanaqadir notekis bo'lgan bir tarixda, bizni umrimiz tarixida shu narsa qolsa, ertaga baribir bu o'zini ishini ko'rsatadi. Balki yosh turman bunaqa narsani gapirishga, o'sha kelin olishda, qiz uzatishda bunaqa narsalar shunaqangi o'zini bildiradiki, payt keladi $1 milliard bilan bu narsani yuvib bo'lmaydi. Chunki bu naslga ta'sir qiladi. Xuddi shunaqa. Masalan, agar o'g'lim qayerdadir men shu odamni o'g'liman deb bemalol yorug' yuz bilan gapiralsa, o'zimcha o'ylayman, xudo xolasa yashayotgan umrim bekor bo'lmabdi. Agar qaysidir joyda o'g'lim uyatib qolsa, shu odamni o'g'liman deyishga men bu narsadan qo'rqaman. Xudo bergan umrni zoya qilish bo'lsa kerak bu narsa. Mana shu narsaga bir ahamiyat berishimiz menimcha muhim deb o'ylayman. Bu uchun o'sha erkak kishi polni oldindan to'liq hayoti haqida o'ylashi kerak-da. Qilayotgan ishlari, tashlayotgan qadami, u hozir endi sizni farzandingiz bor, lekin hammada ham farzand bo'lmaydi. Hali uylanmagan bo'lishi mumkin, yosh bo'lishi mumkin. Ya'ni mana shunaqa masshtabda ko'ra olmaydigan bo'lishi mumkin-da. Mana shu diapazonda uzoqroqni o'ylab fikrlay olishi uchun nima kerak u narsaga insonda? Shunaqa gap bor. O'g'il bolamisan, bilginki, sen singling uchun suyansa bo'ladigan tog' bo'lishing kerak. Akang, ukang uchun qatta bo'lsa, men shu odamning akasiman, ukasiman deydigan faxr bo'lishing kerak. Ota-onang uchun shunaqa farzandim bor deydigan shukronalik hissiga sababchi bo'ladigan odam bo'lishing kerak. Farzandlaring uchun doimo o'rnak bo'lishing kerak. Ayoling uchun har qanaqa vaziyatda sen uchun, ya'ni ayoli har qanaqa vaziyatda bu odam men uchun turib beradigan degan shunaqa bir odam bo'lishing kerak. To'g'ri, bu narsalar qiyin. Agar bu narsalar qiyin bo'layotgan bo'lsa, yotkinda o'lib qo'ya qolgin deyiladi. Wow. Idealni. Bu uylangan bo'lish shart emas buning uchun. Hammamizni o'zimizning rolimiz bor. Har bitta odamda o'zining roli bor. Masalan, sizni aka degan rolingiz bor, uka degan rolingiz bor, jiyan degan rolingiz bor, amaki, tog'a, o'g'il, xullas hammamizning o'zimizning rolimiz bor. Uning uchun uylanganingizdan keyin er degan rolingiz bor. Farzand ko'rganingizdan keyin ota degan, lekin ungacha ham siz rollaringiz bor. Mana shu rollarni hammasini o'zini joyida, eng asosiysi, meni Xudo o'g'il bola qilib yaratdi. Meni erkak qilib yaratdi va meni zimmamda Xudo menga buyurgan vazifalar bor. Meni burchim va farzlarim bor. Shu narsalarni anglashda o'zi menimcha kifoya qiladi.
da. Juda ham idealniy tushuntirish bo'ldi haqiqatda. To'ppa-to'g'ri. Har bir narsani funksiyasini, vazifasini tushunib olish o'zi yetarli-da. Xuddi shunaqa. Bizni boshida o'sha menimcha aytib o'tdingiz, o'zimiz bilan tanishib olishimiz ham muhimda birinchi navbatda. Abdulloh domla aytadilar, Xudoni tanish deganda odam birinchi o'zini tanish kerak. O'zini tanigandan keyin Xudoni taniydi. O'zini tanish nima deyilsa, xuddi o'sha sanab o'tilgan narsalar. Xudo bizni bejizga yaratmagan. Har bitta jonzotmi, har bitta Xudo yaratgan narsa borki, uni o'zining vazifasi bor. U bejizga yaratilmagan. Misol uchun itning o'zining vazifasi bor. Qo'riqlash, qo'yni, molni, tovuqni, hatto zararkunandani ham o'zining vazifasi bor. Qanday qilib odamning vazifasi bo'lmasligi mumkin? Qanday qilib erkak kishini, qanday qilib o'g'il bolaning vazifasi bo'lmasligi mumkin? Yana bir narsani bir ikkita bir balki haligi balandparvoz gapga o'xshab qolar. Dunyoqarash haqida gaplashyapmiz, mana o'zimiz dunyoqarashimdan kelib chiqsak, ba'zi shunaqa holatlarda aytaylik sportni vaziyat bo'lib qoldi, qanaqadir ziddiyatli vaziyat bo'lib qoldi. Ana o'sha joyda meni gapimda turishim yoki va'daga vafo qilishimga qanaqadir shubha bo'lib qolsa, kim tomonidan hali masalan u narsa bo'lgani yo'q, lekin ishonishga to'g'ri kelyapti, lekin ozgina shubhasi bor, hali tanimaydi. Shunaqa joyda meni bitta aytadigan narsam bor. Meni bilishimcha, meni eshitishimcha, tug'ilganimda dadam juda ham xursand bo'lgan ekanlar. Xursand bo'lib, o'rtoqlariga, ulfatlariga osh berib, shu meni tug'ilganimni xursandchiligini nishonlagan ekanlar. Ana o'sha dadamni xursand bo'lgan vaqtlarini 1 minuti uchun, 1 minut xursand bo'lganliklari uchun men umrimning oxirigacha o'g'il bola bo'lib yashashga majburman. Dadamiz bekorga xursand bo'lmaganlar-ku. Конечно. Bizni va'damizda turmasligimiz uchun xursand bo'lmaganlar-ku. Qaysidir joyda o'g'il bolalikdan tanishimiz uchun xursand bo'lmaganlar-ku. Masalan, shaxsan menga dadamni tug'ilganimdagi 1 minut xursand bo'lganliklari hamma narsadan ustun turadi. Ular ishonganlarki xursand bo'lganlar. Ular bizning kelajagimizdan umidlari bo'lganki, yaxshi amallarimizdan umidvor bo'lganlarki, ma'lum bir ishlarga sabab bo'lishimizdan xursand bo'linganda. Endi shunaqa. Endi bu bilan bu zo'r bo'lishi shart emas. Qaysi ma'noda bir zo'r sportsmen, bir zo'r baquvvat, bir zo'r solashadigan bu narsalar bo'lsa albatta yaxshi. Lekin birinchi o'rinda o'sha ichimizdagi stержень, meni tug'ilganimda ota-onam xursand bo'lishgan, o'g'il ko'rdim deb, men shunga munosib yashashim kerak degan narsa. Menimcha uni yosh katta bo'lgandan keyin anglab yetadigan narsa emas. Agar shu narsani men o'g'il bola bo'lishim kerak yoki bundan oldingi sanab o'tgan o'g'il bolaning rollari haqiqatda qiyin, haqiqatda mas'uliyati og'ir. Lekin shu narsani aniq bilamizki, Xudo toqatimizdan ortig'ini bermaydi. Xudo bizga nimanidir yuklagan bo'lsa, toqatimiz darajasida yuklagan. Bundan ortig'ini bermaydi. Bizdan faqat talab qilinadigan shu narsani, oriyatni, sha'nimizni, yaqinlarimizni ertaga bizni oilamizni yoki bizni o'zimizni shaxsiyat sifatidagi nomimizga tushishi mumkin bo'lgan dog'lardan o'zimizni saqlab, qanchalik qiyin bo'lmasin, qancha vaqt ketmasin, shu narsalardan saqlanib yurishimiz hamma narsadan ustun turadi. Keyin bizni jamiyatdagi o'rnimiz ham ana o'sha gapimizda turishimiz, erkakman, o'g'il bolaman degan narsaga qattiq amal qilishimiz, qaysi sohadan bo'lishida, odamning qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar, menimcha har doim yaxshi xizmat qilsa kerak. Bu masalada masalan o'g'ilsiz, hozirgi aytganimdek ota-onangiz sizni xursand bo'lishgan, qanaqa niyatlar qilishgan, ular qilgan niyatdan zo'rroq bo'lishingiz, Xudodan so'rab ular duo qilishadi, lekin sizdan talab qilinadigan harakatlar bor. Siz o'sha harakatlarni sidqidildan, niyatingizni zo'r qilib, ota-onamni xursand qilaman, ular mendaqa farzandi borligidan faxrlanishlari kerak degan narsani oldinga qo'yib harakat qilsangiz, Xudo sizni ishingizni o'nglar ekan. Men bu narsani aytmoqchi emasman, men shunaqa qildim deb, lekin bu o'z hayot yo'lingizda baraka topganingiz, yaxshi natija bergan usullardan bittasi. Masalan, biznesda
men to'g'risi biznesmenman deb aytishga ham ozgina ba'zida o'ylanib qolaman, chunki biznesmenman deyishga arziydigan ish qildikmi yo'qmi hali. Nimaga unaqa o'ylaysiz? Chunki biznesda hech kim qilmagan narsani hali qilganim yo'q. Hech kim aqli yetmagan narsani hali qilganim yo'q. Men endi unaqa deb o'ylamayman-da, biznesda hech kim qilmagan ish qilishda emas gap, hamma qilib turgan ishda ulardan yaxshiroq qilishi o'zi ancha katta narsa deb o'ylayman. Men bunaqa deb ham o'ylamayman. Ya'ni ulardan, boshqalardan ko'ra yaxshiroq qilyapman ham deb o'ylamayman. 100 ta odamdan nechtasi raqamlarda oladigan bo'lsak, sizni raqamlaringiz darajasida biznes qilyapti? Xo'p. Aytaylik, bunga keltiradigan sabablar bo'lishi mumkin-ku, shu raqamlarda vujudga kelishini nimadir sabablari bor tagida. Men shu sabablar haqida aytmoqchiman. Xudoga behisob shukr, raqamlarda olsak, ehtimol haligi juda ozchilik. Sredniyadan ehtimol sal yuqoriroqdir. To'g'ri. Lekin men sizni taniganim uchun aytayapman-da, insonlar hali bilishmaydi, juda Azizbekka haqiqatda kamtarlar-da. Mana shu tarafi bor. Ato sabablarga o'tirsak nima bo'ladi? Lekin odam o'zini yaxshiroq biladi-yu. Siz meni bilishingiz qaysidir darajada yoki kimdir bilishi, lekin odam o'zini o'zi biladi-yu. Bu to'g'ri gapingiz. Men o'zimni bilgan odam sifatida, ya'ni o'zimga tashqaridan qarab ko'rib va ichkaridan qilgan xulosamni aytib bermoqchiman. Zo'r. Xuddi shu masalada ehtimol raqamlar yaxshi ko'rsatkichni gapirayotgan bo'lishi mumkin. Lekin sabablarga keladigan bo'lsak, mendan ko'ra aqlli tadbirkorlar ko'p. Mendan ko'ra dangasalikdan uzoqda bo'lgan, kecha-yu kunduz ishlayotgan, qaysi narsani qaysi paytda qilishni zo'r uddalayotgan odamlar juda ham ko'p. Agar u masalada buni solishtiradigan bo'lsam, ancha orqadaman. Lekin natijalar bunaqa-ku deyilsa, men bunga sabab sifatida dadami, ayami, biz kattalarimizni duolari deb bilaman. Bundan boshqa narsa emas. Chunki o'sha shu duolar bizni olib yuribdi. Yana qaytaraman, birorta sababiyatga bog'lab bera olmayman biz biznesimizning muvaffaqiyatini nimada. Qilayotgan ishimizdagi yaxshi ko'rsatkich nimada deyilsa, men o'zimdan qilingan bironta bir harakatni aytib bera olmayman. Bu kamtarlik emas, bu haligi ortiqcha kamtarlik ham manmanlikka kiradi, yo'q. Bu kamtarlikda o'rtachasi ham emas, ortiqchasi ham emas. Men o'zim bilgan, qalban his qilayotgan narsa, mana buvim borlar, biz eng katta duogo'yimiz, men hali aytib o'tdim, birga yashaymiz. Biz nafaqat bizni qarindosh urug'da, atrofdagi ko'pchiligimizni duogo'yimiz, umrlari uzoq bo'lsin, doim xizmatidamiz. Shu buvamni duolari, ota-onamni duolari, rahmatli opoqimni biz enadirdik. Mana shu dadamni onalarini onalari juda ham mehribon xotin bo'lganlar. O'tganlarida men 20 yosh edim. Shu enamni duolari, kattalarda duolari deb o'ylayman. Undan keyin atrofimizdagi biz bilan bo'layotgan ishlardagi bizni qanaqa qaror qabul qilishimiz, biz oilamizni sha'nini yoki o'zimizni sha'nimizni hamma narsadan darajasini, ya'ni men himoya qilishim kerak. Himoya qilish men uchun hamma narsadan muhim degan narsani qo'yib yurish bo'lsa kerak. Xudo bilguchiroq. Zo'r. Haqiqatda ko'pchilik holatda bizni nimalarga, sabablarga kuchli bog'lanib yuboramiz-da. Mana masalan biznes savdosi oshishi kerakmi? Daromad oshishi kerakmi? Savdoni oshirish kerak, foydani yaxshilash uchun rasxodni kamaytirish kerak. Mana shu narsalar bilan bo'lib qolamiz-da. Lekin boya aytganingizdek, haqiqatda oilaviy qadriyatlar taraflari baribir oqsab qoladi. Bu meni o'zimda ham ko'p bo'ladi. Aytgan gapingizga qo'shimcha sifatida men instaligimda 1 yo 2 kursli vaqtimda adashmasam, instaga student uchun juda yaxshi natijalar hayotimda ko'payib ketib qoldi-da. O'zimiz havas qilgan insonlarni nazarga tutishni boshladik, ular bizani yaxshi qabul qilib boshladi, boshlagan loyihalarimizni ancha noodatiy bo'lib boshladi-da. Va hammasi odamni hovliqtirib qo'yadigan darajada tez va ketma-ket qo'shilib kelaverdi. Xursand bo'laman, lekin men o'rganyapman, shoshmaman, nimani to'g'ri qildimki bu yerda hozir, чтобы men bu narsani takrorlayveraydi, muvaffaqiyatli seriyalar davomli bo'lsin degan javob topa olmadim. To'g'risi umuman javob topa olmadim aytganingizdek. Keyin
o'sha payt yaqin ustozim bor edilar, arab tilidan dars beradilar, Jahongir aka. Yoshimiz yaqin bo'lgani uchun yaqin bo'lib qolganmiz ular bilan. Misol mendan bir 6-7 yosh razницamiz bor edi, как бы akaday, ustozdek emasdik. Aytdim. Ustoz, men shunaqa bo'pti. Men javob topolmadim. Qanaqasiga shunaqa ham bo'lishi mumkinmi deganimda aytuvdilar, Abdullo, ota-ona himmati degan narsa bor. Ya'niki siz hozir erishayotgan narsalar siz unga loyiq bo'lganingiz uchun emas, sizdan ko'ra ko'proq ota-onangiz, yaqinlaringiz duo qilib, siz uchun juda kuchli so'ragan yoki ma'lum birlari o'zligi bo'lishni xohlagan, lekin ma'lum bir hayotiy sabablarga ko'ra nasib qilmaganda, "Men shu farzandim bo'lsin" deb ichi-ichidan xohlab o'rganidan Xudo sizga beradi bu narsalarni deganinglar. Degan edim, xuddiki u odam meni ota-onam tanib gapiryapti deb o'ylaganman-da. Действительно xuddi shunaqa narsa-da. Hozir siz gapingizga men 100% qo'shilaman, kimgadir balki buni tashqaridan qaraganda pafosniy, go'shli gap emasdek tuyulishi mumkin. Lekin men tushungan bitta narsa, siz yoshingiz ulg'aygani sari bunaqa narsalarga ko'proq ishonar ekansiz, bu asosli bo'lib borar ekan. Chunki ko'rasizda buni isbotini hayotda ko'rib borasiz. Yana bir moddiyat bilan bog'laydigan narsamiz, ota-onamizga nimadir qilaylikda, men bu narsani juda ko'p isbotini bilib, juda ko'p guvohi bo'laman. Har shunaqa narsa bo'lganda Xudoning qudratiga tan beramanki, yig'i kelib tomog'imga bir narsa tiqiladi. Onamga, otamga yoki buvamga nimanidir moddiyat bilan bog'liq qanchadir pul sarflasam, kamida 10 barobar uzoq kuttirmaydi. Kamida 10 barobar shunday keladiki, qoyil qolmasdan ilojim yo'q. Buvim doim duo qiladilar, sen o'ylamagan joyingdan bersin. Haqiqatan ham shunaqa. Endi agar qanchalik to'g'ri bo'ladi buni aytish bilmadim. Balki kimlargadir kimdir shu narsadan foydalansa, buni natijasini Xudo xolasa ko'radi deb ishonaman. Masalan, har oyda 10-chislada dadam bilan ayamga plastik karta ochib berganmiz. Har oyda 10-chislosida dadam bilan ayamga belgilangan summa kartalarga tushadi. Mana shu narsani kuchini biznesimizda o'zini ishini ko'rsatayotganini ko'rib mazza qilib boraman. Shunaqangi mazza qilamanki, yaqinda yana bir dadam bilan bir joyga borib kelaylik deb dadamga iltimos qildim. Dadam kamtarona odam bo'lganlari uchun yo'q, qo'ygin, kerak emas. Iltimos qilib ko'ndirdim. Endi ota-ona baribir farzandni qiynalishiga yoki xarajat qilishiga yo'l qo'yishmaydi. Xuddi o'sha xarajat nuqtai nazaridan qo'y shuni shart emas. Dada iltimos yuring. O'sha narsani qildik, 4 kun 5 kun vaqt o'tdi. O'sha narsani aytib, dadam bo'ldi, ko'ndilar. Hali qilganimiz, ya'ni sarfini qilganim yo'q. O'sha kuni ishimizda 10 barobar ortiq biz kutmagan joydan. 10 yo'q, u rejamizda yo'q edi. 10 barobar ortiq narsa shunday kelib turibdi. Ko'zimdan shunday yosh chiqib ketdi. 1 deb bersang 10 deb beraman degan va'dasini bir necha soatlarda ko'rsatib turibdi. Agar qaysidir joyda dadamni, ayamni xursand qilib yoki buvamni xursand qilib, qaysidir xizmatlari bilan sezasiz-ku, qalban sezasiz, nimadandir xursand bo'lyaptilar. Shunaqa narsani bitta ko'ngillaridan xursandchilik o'tgandan keyin men kutmayman. Xudo hozir beradi deb kutmayman. Meni ba'zida esimdan ham chiqib qoladi. Agar kutmagan narsa sizga mukofot qilib berilsa, uni ta'siri juda ham boshqacha bo'ladi. Haligi qilingandan keyin 10 barobar, 15 barobar, 20 barobar bo'lib, boshqa siz kutmagan joyingizdan, xayolingizda yo'q. Shunday kelib tursa, tomog'imga beixtiyor narsa tiqiladi. Bu ishlaydigan narsaki, men buni juda ham ko'p isbotini ko'rib kelyapman. Buni yaqinda bo'pti-da. Shu kunlarda. O'sha voqea endi hozir kanalda ochiqlanmaymiz-da. Ancha katta summa haqida gap ketyapti-da, bu ashshalik. Zo'r. Qoyil. Buni yaqindan his qilish o'zi katta kuch beradi. Men hozir eshitdim, undan keyin 2 marta ko'rishdik siz bilan adashmasam-da. Dahshat. Buni unda alohida aytib berasiz. Vallahi auditoriyani ancha qiziqarli bo'ladi bularga ham. Mayli. Buni olib chiqish shart emas. Zo'r. Endi hozir shaxsiyat haqida juda chuqur nima qildik, gaplashdik. Keling, nima haqida gaplashmadik, hali o'tmadik o'sha qarzdan chiqishingiz va bu qanaqa amalga oshgani haqida.
Shu etapga o'tadigan bo'lsak, mana adashmasam o'sha bolnitsaga yotganingizdan keyin keskin o'zgarish bo'ldi vaziyatga qarashingiz bo'yicha, lekin hali qarz kamaygan joyi yo'q, Yo'q, to'g'rimi? qarz o'zgargan yo'q, qarz o'shanda turibdi. Bu shunaqa fikr o'zgargandan keyin, ya'ni shunaqa qaror qabul qilindi. Men harakat qilishim kerak. Hozir bu narsani o'ylab, diqqat bo'lib, uyqumni yo'qotib, ishtaham yo'qolib, sog'ligim zarar ko'rsa, faqat o'zim va yaqinlarim ziyon ko'rar ekan. Bunga bu narsadan hech kimga naf yo'q ekan. Shundan keyin sekin-sekin harakat qilish boshlandi. Shu bilan biz nima qilsak bo'ladiki, yana bizga qo'shimcha daromad kelishi mumkin. O'z biznesingizga qo'shimcha narsa o'ylayapsizlar o'sha. Biznesga yana nimadir qo'shaylikki, tezroq qarzimiz uzilsin. U biznes qayerdan qilasizlar? U qarzda bo'lib turgan holat. Men ana kuni sizga aytib berdim, o'sha niyat bilan amallarni bir-biriga to'g'ri kelishini. Bu suvda oqayotgan odam xasga ham cho'pga ham yopishadi deydi. Qanaqa qatdan najot bo'lishi mumkin qarz uzilishiga? Hammasini qilib ko'rilaverardi. Qo'shimcha biznes qilishmi? Masalan, оборотda pulimiz bor, ishlab turibdi. Hozir 3 oy 4 oy qiynalaman, yana ham battar chuqurga kiraman, lekin 3 oy 4 oydan keyin bu narsa mevasini berishni boshlasa, tezroq chiqib ketamiz. Shunaqa mo'ljal bilan o'zi asli bu noto'g'ri ekan. Chunki o'zi qarzsiz, kimnidir puli haqqi sizda turibdi, siz uni qanchadir qismi vakuumda o'zi yo'q, qanchadir qismini siz aylantiryapsiz. Yana o'sha puldan olib qatgadir sarflab, ertaga niyatim o'zi qarz uzish, lekin qilayotgan amalim, to'xta, sen o'zi haqdoringni pulini berishing kerak, sen berishni o'rniga yana uni haqqini ko'proq o'zingga tortishni boshlayapsan. Xullas, yana bir nechta yo'nalishlarda qilib ko'rdik. Bu narsalar ham o'zini natijasini berdi. Qanchadir haqiqatda o'sha bitgandan keyin, vlojeniyamiz oxiriga yetgandan keyin daromad keltirishni boshladi, lekin qarzimizni kamayishiga u narsa xizmat qilmadi. Keling, mana sal aniqroq ochaylik. O'sha nima biznesga tikdinglar va necha yil ketyapti? Bitta misol keltiraylik. 2016-yili supermarket qilamiz degan shunaqa bir mo'ljal bo'ldi. Jiyanim, shogirdim Doniyor Quvasoyda shu bitta filialimiz bor edi, shu filialni boshqarardi. O'sha yerda xullas auksionga yer qo'yilyapti. Qurilish tugallanmagan joy, tender e'lon qilinyapti. Qatnashaylikmi? Manda qatnashamiz. Tenderda yutib chiqdik o'sha joyda. U joyni keyin buzib yorib, noldan qurilish qildik, 2 qavatlik, pastini supermarket, tepasini bolalar o'ynaydigan joy. Shunaqa mo'ljal bilan o'zi ahvolimiz chataq. Haligini qildik. Supermarket endi Quvasoy degan shaharda. O'sha paytda o'sha shahar uchun eng katta, eng chiroyli, eng hashamatli joy bo'ldi. 2016-yili juda ham qisqa vaqt ichida haligini tezda qurib bitqazdik. Haqiqatan ham u o'zini ishini ko'rsatdi, yaxshi natija berdi. Lekin umumiy qarzimizni kamayishiga juda ko'p ham xizmat qilavermadi. Supermarket, короче, aylanyapti, foydasi bor, lekin pul keskin kamaymayapti. Shunaqa. Shunga o'xshagan yana boshqa narsalarni qilib ko'rdik. Keyin shunaqa qarorga keldikki, qarzimizdan qutulishimiz uchun kattaroq risk qilmasak bo'lmaydi. Nima risk qilishimiz mumkin? Bizda endi nimada supermarket yo'nalishida ancha-muncha bilimimiz, tajribamiz bor. Keyin supermarket kattaroq qilib endi Farg'onaga qilamiz. O'sha o'zimiz ishlab turgan joy, juda katta supermarket tushadigan joy bor. O'sha yerda niyat qildikda, birinchi qavatni supermarket qilamiz, tepasini ofis qilamiz va ofisda asosiy qismini ijaraga beramiz. Supermarketdan ham daromad, ag'dan ham daromad. Xullas shunaqa yo'l bilan o'zi qurilishga kirib kelishimiz ham sabab shu bo'ldi. Harakat boshlandi, hali amaliy harakat bo'lgan yo'q, hisob-kitob. Endi u paytda juda ham vakuumda ichidamiz. O'zi ahvolimiz juda ham chataq. Shogirdlar, komandamizdagilar, qilaylik. Hamma bir-biriga ishonyapti. Men ham ularga qanaqadir suyanib turib, o'zi ahvol chataq, lekin bitta anaqa bor. U qarzga faqat men o'zim javobgarman. Ularda hech kimda javobgarlik yo'q. Ertaga qarz kimdan so'raladi deyilsa, u shaxsan meni o'zim bo'ynimdagi narsa. Lekin komandangiz ham siz uchun maksimal harakat qilyapti bu yerda. Ular yelkama-yelka turib bu narsani his qilib turishibdi. Unda oylik olishganmi ular komandangizdagilar qarz bo'lgani bilan daromadlari bor. O'sha minusga kirgan paytlarimiz oylik olishgan. Qanchadir oylik yozilgan, lekin qanchadir ularga qarz bo'lib yozilgan. O'shanda ham tishlarga qo'yib chidashdi. Turib berishgan. O'sha o'zlariga endi tirikchilik to'xtatib qo'yib bo'lmaydi. Bola chaqa bor hammada.
o'shanaqa tirikchiligini qilish uchun xullas ishlatib hammasida xuddi menga o'xshab qarz paydo bo'lgan. Keyin xudo ishimizni o'nglagandan keyin bir deganda hammamiz ular ham qarzdan, men ham qarzdan, umumiy biznes ham qarzdan, hammasi bir deganda chiqib ketib qoldi. Shunaqa oson bo'ldimi? Juda ham oson bo'ldi. Yo'q, u oson bo'ldi, oxirgi rezultatni ko'rsa oson bo'ldi. Lekin u rezultatgacha bo'lgan qancha u mashaqqat bor. Xullas, ikkinchi qavatini ofis qilamiz, past supermarket qilamiz. Harakatni boshladik, kotlovan o'ylashni boshladik. Keyin yana fikr bo'ldiki, bolalardan shuni 5 qavatli uqsa tepasini sotardik. Yaxshi fikr. Men o'sha payt operatsiyonkadan chiqib, boshqa bitta joyda sal fokusim, e'tiborim chalg'ib turgan paytlarim. Bu supermarketdami endi? Yo'q. Umuman bizning ishimizdan tashqarida menga bir taklif bo'ldi. Bitta joyda birga ishlash to'g'risida. Men hali ishni boshlaganim yo'q, lekin o'shani o'rganish arafasidaman. O'sha paytda kechqurun bu narsani обсуждениесі bo'ladi, qanaqa qilamiz, nima qilamiz. Xullas 5 qavatlikka o'tdi. Yana keyin fikr bo'ldiki, endi yigitlar hammasi izlanib yurishibdi, qanaqa qilsak zo'r bo'ladi, qanaqa qilsak yaxshi bo'ladi. Xullas 7 qavatga o'tdik keyin fikrimiz. Pul qatdan olmoqchisizlar? Hali buni o'ylaganimiz yo'q. O'ylamasdan. Yo'q, chunki o'zi o'ylab charchaganmiz-da. Bu hozir men bittada o'tirib bemalol aytib beryapman, lekin bu yillar davomida o'ylab har xil yo'lini qilasiz, har xil bir ko'chaga kirib chiqasiz, boshingiz urilib, g'urra behisob bo'lib ketgan. Lekin boshqa iloji yo'q, qarz to'lash kerak. 7 qavatlikka oxiri qaror qildik, loyiha 7 qavatlikka chiqdi. Xullas o'sha narsadan boshlandi. Sekin-sekin qilib 4-qavatga kelganda haqiqiy vakuum o'zini ishini ko'rsatishni boshladi. Juda ham qiyinchilik bo'ldi, juda ham o'sha paytlari yordamga ustozlarimiz yordam qo'lini cho'zishdi. Haliginda misol keltirib aytdim-ku, bir ustozimdan o'shanda yordam so'radim, yordam bermadilarda. Yo'q, sen hali oxirgacha tushmabsan. O'sha tubiga tushganda, ana o'sha paytda 4-etajga kelganimizda to'g'rirog'i qarz so'raganman. Ish davom ettirish uchun. Qarz bermadilarda, yo'q, hali sen oxirgacha tushmabsan, yana tushishing kerak. Yana rad javobini berishda ham pulim bor. Bemalol pulim bor senga berishga, lekin bermayman. Shuni to'g'ridan to'g'ri pulim bor, lekin bermayman. Haqiqatan ham pullari bor. Bilib ko'rib turibman. O'sha paytda qaniydir bitta xafa ham bo'ldim. Lekin buni sehrli tomoni, siz oson deb bilgan eshikka yurasiz doim. Agar o'sha eshik yopilsa, boshqa eshiklar ochilishni boshlar ekan. Vaziyat shunaqa, vaziyatdan chiqish kerak. Reputatsiya degan narsa bor. Farg'ona shahar kichkina, darrov bitta bir yomon gap darrov tarqaydi. Shunaqa narsadan qo'rquv yana hamma yo'g'imni egallab bir xilda напряжённый yuraman. Xudoga behisob shukr. Xudo o'zi ishimizni o'ngladi. Nima eshik ochildi? U tomondan, bu tomondan. Endi buni hammasini ochiqlashim unchalik ham yuzak. Xullas yordam qo'li cho'zildi akalarimiz tomonidan. Yordam qo'liki shunday keladi, bezvazmezna. Hech qanaqa bir manfaatlarsiz ishi bitsin. Ular tomonidan shunaqa yordam bo'ldi. Keyin o'sha niyatimiz bilan amalimiz to'g'ri bo'lgani bo'lsa kerak. O'sha paytlarda uy qurilishini yaxshi tomoni qurilayotgan uyni sotish mumkin ekanda. Ya'ni hali kadastr hujjati yo'q. Siz agar quruvchi deb gapiga javob beradi, lafzi halol deb bilishsa, tanishlaringiz, sizni bilgan odamlar unga pul tikishi mumkin ekan. Sizlar 4-etajgacha faqat o'zingizlar pulingizga qurdinglar? Yo'q. O'zi biz vakuumdamiz. Xullas 4-etajgacha amallab u biznesdan, bu biznesdan ichidan qilib o'shanaqa qilib chiqib oldikda. 4-etajda aqiga уже chiqaradigan joyimiz qolmadi. Yo'q, bu degani o'zingizlar pulingizga deganim, sizlar kvartirani sotib, pul tortib, keyin qurmaganmisizlar demoqchiman. Boshlashda o'zimizning pulimizga, ya'ni Xudoga tavakkal qilib ham o'zimizning pulimiz ham yolg'on bo'ladi, chunki yo'qda o'zimizning pulimiz o'zi qarzdamiz, оборотdagi puldan qilib keyin kotlovanda sotishni boshladik. Lekin unaqa sotishga ham qo'rqamizki,
juda ham katta qurilish o'sha paytda bizni holatimizga eplanmay qolsakchi degan shunaqa qo'rquv ham bor. Ya'ni qo'rquv kimlardir oldida lafzimizga javob bera olmay qolsakchi degan shunaqa bir og'ir mas'uliyat bor. Lekin shunaqa qilib amallab undan olib turdik, bundan olib turdik, qarz oldik, o'sha yordam qo'lini cho'zganlar deganim o'sha akalarimiz shunday bir beg'araz yordam berishdi. U ham o'sha qat'iy mani va'dam bilan aytaylik 3 oyda qaytaramiz. 3 oygacha qanaqa yo'l qilishimiz mumkin? 3 oygacha qurilishimiz bu darajaga chiqadi. Biz unda buni qilib olishimiz mumkin. Xullas, riskda ham shunaqa kattasi ediki, qildi ustida yurgandaqa любой payt u qil uzilib ketishi mumkin, любой payt biz toyilib ketishimiz mumkin. Lekin iloji yo'q, biz yo'lga chiqib bo'lgandik. O'sha qaytib bo'lmaydigan nuqtadasizlar-da. Xuddi shunaqa. Haligi Marg'ulon Seysenbayev zo'r misol keltiradi. Bitta ishni qilmoqchimisan, va sen turgan точка A bo'lsa, oldinda qo'rquv degan narsa bor. Qo'rquvdan keyin seni maqsading turibdi. Agar sen yurib o'sha qo'rquvni oldiga o'tib olsang, ya'ni qo'rquv seni orqangda bo'lib qoladi. Endi seni u tomonga yurishingga to'sqinlik emas, seni orqaga qaytishingga yoki to'xtab qolishingga to'sqinlik qilishga xizmat qiladi qo'rquv. Ya'ni qo'rquv orqadan kelishni boshlagandan keyin maqsadga yurish tezlashar ekan. Xuddi shunaqa qildikda biz bo'ldi, o'yinni boshladik, yo'lga chiqdik, orqaga yo'l yo'q. Qo'rquv endi orqamizda. To'xtashdan qo'rqamiz, ishimiz bitmay qolishidan qo'rqamiz. Shunaqa paytda haqiqatan ham imkoniyat eshiklari biz o'ylamagan joydan ochilar ekan. Buni juda ham sabablari ko'p. Aynan bitta narsani mana shu narsa bizga imkoniyat eshigi bo'ldi deb ayta olmayman. Juda ham ko'p shunaqa sabablar bo'ldi. Behisob shukr qurilishimizni oxiriga yetkazdik, bu vaziyatdan chiqib ketdik. Baraka topishsin, bu masalada yordam bergan, yaqindan haligi haqiqiy xaloskorlik vazifasini o'tagan akalarimiz bo'ldi, shunaqa bir yaqinlarimiz bo'ldi. Umrim oxirigacha esimdan chiqarmasam kerak. Xuddiki bir o'limdan saqlab qolgandek men o'zim shunaqa qabul qildim bu narsani. Baraka topishsin. Endi hammalarini nomma-nom ayta olmayman hozir. Lekin sizda mana shu paytda men bu qiyinchilikka tushsam, mana bu insonlar podдержка qiladi degan kutuvingiz ham bo'lmagan, rejangiz ham bo'lmagan, to'g'rimi? Yo'q. Buni nimaga so'rayman? Chunki hozir odam o'ylashi mumkin-da, endi sizni shu darajadagi tanishlaringiz bor ekanki, ishonib risk qilgansiz degan holatda fikr o'tishi mumkin-da. Ya'ni bahona topaman degan odam endi lubochasiga ham topaveradi. Bu tam shu darajada nima kutilmagan holatda kelgan narsa bor imkoniyat. Endi men suyangan narsa Xudo meni tashlab qo'ymaydi, chunki ajdodlarimni duolari bor. Ota-onamni qilib turgan duolari, buvimni, rahmatli opoqimni, hammalarining duolari. Haligi birorta ishni boshlashda men ko'proq dadam bilan maslahatlashaman. O'sha ishga 100% aqlim yetib tursa ham dadam bilan bir og'iz maslahatlashaman. Agar o'sha paytda dadam zo'r o'ylabsan, bos desalar bo'ldi. Xuddiki men bu narsadan qo'rqishim kerak emas, men bu narsaga o'ylanishim kerak emas. Hamma ish o'xshab ketadi o'sha va'da qilinganiga. Xuddi shunaqa, chunki dadam sezamanki, men uchun haqiqiy yurakdan o'sha narsani yurishiga mendan ham ko'ra ko'proq xohlaydigan odam dadam, chunki hammamizga ham ota-onamizdan ortiq bizga do'st yo'q. Mana shu ota-onamizni bizga eng yaqin do'stligini yana bir isboti o'sha qarzga kirib ketib, rosa shunaqa bir tang holatga kelganimizda o'sha paytda mashinamni sotib olib velosipedda yurdim. Ota-onamga ishontirish uchun, haligi ular ortiqcha xavotir bo'lishmasin deb, sog'ligim uchun velosipedda yurmoqchiman. O'zimga qat'iy shunaqa bir qaror qildim, velosipedda yuraman, endi bekor turadi mashina uyda. Agar yo'q shunaqa deb o'zimni shu holatga tushganimni aytib, boshida tan olishim ham qiyin bo'lganda bu narsani, ya'ni qarz bo'lganimni tan olish, boshqalar uchun ham, ota-onam uchun ham bildirish. Men bilardimki, aniq o'sha paytda dadam o'zlari minib yurgan mashinalarni ham sottirib, o'sha paytda opoqimdan qolgan, rahmatli opoqimdan qolgan, dadamga deb qolgan, dadam uchun juda ham bir qadrli narsalarni o'zi tan olganimdan keyin haqiqatan ham qarzman deb hamma xarajatlarni qisqartirib, bizni ishxonadagi, komandadagi bolalar, hamma ishxonadagilarga bu narsani ta'siri bo'ldi. Ularda ham xarajatlar maksimal darajada qisqardi. O'sha paytda dadam
o'zlari uchun qadrli bo'lgan narsani sotirdilar. Ayam ancha muncha yig'ib qo'ygan pullari bor ekan, ayam berdilar. Buvim ancha muncha bizni qarzimizni miqdoriga ular bergan narsa daryodan tomchi edi. Hech qancha emas edi. Lekin o'sha narsani shunaqa barakasini his qildim. Uni barakasi bilan birga men uchun eng oxirgi narsalarni berishga tayyor bo'lgan mani jonkuyar, mani yaqinlarim bor. Mana shu daldani o'zi juda ham katta narsa berdi. Haligi sinib qolayotganingizda, ruhan cho'kayotgan paytingizda shu narsaga yana bir amin bo'ldimki, ota-onadaqa do'st yo'q. Ota-onachalik hech kim do'st bo'la olmaydi. Bizni yutug'imizga o'zlarini yutug'idan ko'ra ko'proq xursand bo'ladigan, bizni qayg'umizga bizdan ko'ra ko'proq qayg'uradigan odamlar ham shu ota-ona. Bularda shu bir menga bo'lgan ruhiy daldalari sababmi, eng ko'p juda ham sabab keltiraman desam, Xudo mehribon zot, Xudoga behisob shukr berdi. Shunaqa bir og'ir mashaqqatdan bu qarz balosi degan gap bekorga emas ekan, haqiqatan ham balo ekan bu. Juda ham chiqish qiyin bo'lgan balo ekan, lekin behisob shukr chiqdik. Chiqishda ham ancha katta risk olingan ekan-da, ancha sezilarli. Xuddi aytganimdek, qo'rquv orqangizda qolsa, iloji yo'q, o'zi harakatlanasiz. Ko'proq yo'qotadigan hech narsa qolmaydi. Agar to'xtasangiz yo'qotadigan narsangiz bo'ladi. Mana o'sha ikkita yo'lda o'rtasida siz turibsiz, maqsadingiz turibdi. O'rtada qo'rquv tursa, ko'pchiligimiz ana shu risk qilishga bizni qo'rquv to'xtatadi-da. O'sha narsani bosib o'tsangiz, shunday o'rin almashar ekanda, risk qo'rquvsiz orqangizda qoladi. U turmaydi-da qo'rquv. Siz to'xtasangiz, sizga yetib oladi. Qo'rquvdan qochish uchun ham maqsad tomonga qarab yurar ekansiz. Можно. И вот, sotuv qildinglar. Uy qurdinglar. Keyin hammani sekin-sekin qarzlar yopib chiqib boshlandi. Bundan keyingi etapdagi hayot nima bo'ldi? Xodimlar ham endi komanda a'zolaringiz ham qarzlardan qutulishdi. Nafas olish imkoniyati paydo bo'ldi, tushunishimcha. Xuddi shunaqa. U bilan parallelni o'sha niyatlar bilan amallar to'g'ri bo'lishi bo'lsa kerak. Qarzimizni uzish tomon harakat shiddat bilan boshlangandan keyin nariga oziq-ovqat yo'nalishimizda ham qandaydir ayni sabab nima ayta olmayman, lekin sekin-sekin bo'lib haligi deyarli to'xtab qolgan mashina sekin-sekin harakatlanib, o'zining inertsiyasi bilan yana ham tezlab ketib qoldi. U yo'nalishda ham, bu yo'nalishda ham Xudo baraka berdi. Qandaydir qisqa vaqt ichida shunday o'z-o'zidan hammasi yurib ketib qoldi. Yana buni qaytaraman. Bu biz haligi rahmatli Hojiboy aytgandek, hosil zo'r bo'lsa biz chuqurroq o'ylaganimiz uchun yo'q, birorta bir narsani keltira olmayman. Biz bunaqa qilganimiz uchun. Shu yagona sabab niyat bilan amallarimiz bir-biriga to'g'ri bo'lgani uchun eng ishongan narsam duolarning kuchi bilan. Yo'q, haqiqatdan men o'zimda ham unaqa narsa boshimdan o'tdi. Endi meniki unaqa katta emas. Keyin atrofimda ham ba'zi bir tanishlarimda hozir shunaqa aytib, qarz действительно energiyani dahshat olib qo'yadi. Juda ham. Ming qanaqa nomlamang, boshqa qilmang, kimnidir sizda haqqi borki, bu yaxshigina energiyani olib qo'yarganda. Men sizda eshitdim, kimdadir eshitdim, degandim esimdan chiqmaydigan bo'lib qolib ketuvdi. Qarz erkak kishini eri deyshar ekanda, даже. Yo'q, bilmadim. Men aytdim, "Va dahshat o'xshatish ekan." Действительно olib borib keladi, yaxshigina boshqaradi. Buni yana yomon tomoni, qarzingiz bo'lib turib, nima ish qiling o'xshamaydi. Qarzingiz bormi? O'sha niyatingiz bilan amallaringiz bir-biriga to'g'ri kelmasa, buni yaqqol ko'rinib turibdi. Zo'r сделка. Hozir qilsangiz hozir o'xshaydi. Qiling o'xshamaydi-da. Men hozir qarzim bor, berishim kerak, keyin shuni bermaydi. Shu ishni qilib olay. Hozir bu bo'lgandan keyin osonroq uzaman. Biz bunaqa xatoni bir necha marta qildik-da. O'zi niyat aslida qarzni uzish, lekin u qarzni uzish uchun yana haligi o'zi qarz olib turgan odamimizdan yana ozgina pulni olib turib, bu narsaga ishlatib, keyin shuni bitirib olsak, keyin osonroq qilib uzamiz. Bo'lmas ekan. O'xshamas ekan. Men o'ylardim, mana bunaqa qilsa bo'ladi. Misol uchun, deylik $10,000 qaqadir qarz bor, berishingiz kerak, $10,000 keldi. $10,000 yig'ishingizga masalan 1,5 yil ketdi, masalan. Lekin uni o'rniga
bu 10 mingni yig'ilish vaqtida ortgan pulni qaytish darajasi katta bo'lgan biznesga tikilinsa, bu 1,5 yil ichida 10 ming emas 20 ming topib 10 mingini berib qo'ysa yaxshi emasmi degan menda gipoteza bor edi-da. Bu hozir siz buni rad etyapsiz, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Buni sizda gipotezada bu. Da. Menda o'sha praktika bo'ldi-da bu narsa. Aytyapman, mana yaqqol ko'rib turibsiz, o'sha 10 mingni hozir bitta joyga sarflasangiz, boringki 1 oydan keyin 20 ming bo'lib qaytib kelish ehtimoli bor. Ko'rib turibsiz, aniq, yaqqol, hamma yo'q, shu sarflasangiz bo'ldi. Qarzingiz bo'lsin-da, o'sha pulni haqdoringizga emas, o'sha ishga sarfladingizmi? O'xshamas ekan. O'xshamas ekan. Agar o'sha pulni yana 10 ming qilib qaytarib olsangiz, yutuqda bo'lasiz. Ko'p ehtimol bilan o'sha 10 mingni ham qaytarib ola olmaysiz. Qanchadir qismi qolib ketib qoladi. Bir necha marta buni sinadik. Da. Qarzmi? Berish kerak ekan. Tamom, boshqa hech qanaqa narsa sig'maydi. Noo'rin. Endi Robert Kiyosakida o'sha qarz uzishda hammasini masalan ko'p nimada ko'p shu biznes trenerlarda yoki o'sha biznes psixologlarda shunaqa narsa yuritiladiki, 10 ming topsang 10 mingni hammasini bermagin, qanchadir qismini bergin, qanchadir qismini investitsiya uchun olib qo'ygin. Bu narsa haqiqatda ishlar ekan. Investitsiya boshqa, сделка boshqa, biznes boshqa. Xuddi shunaqa, chunki siz beryapsiz. Siz qarzingizni beryapsiz. Bilasizki, hozir masalan 10 ming pulingiz bor, 10 mingni hammasini berib yuborsangiz, sizda bitta hech narsa qolmaydi. Bu masalan 10 dan 1-ni shunday olib qo'ydingiz. 10 ming edi, 9 mingini berdingiz, 1000 ni olib qo'ydingiz. Buni ham niyatingiz nima? 1000 ni bosib saqlab o'tirish emas. Bu 1000 ni investitsiya sifatida kirib turib, yana qanchadir bo'ldi, yana berdingiz. Natijada qarzingiz ham uzilyapti, uzish tezlashyapti. Siz investitsiya qilayotgan narsani ham miqdori ko'payyapti. Sizda o'sha qilayotgan ishingizga, qarzingizni uzishga bo'layotgan ishtiyoq, ishonch shu bilan birga ortib borar ekan. Bunaqa narsa haqiqatdan ham o'zini ishini berdi. Orada ancha vaqt o'sha pul yig'ishni boshladim. Qancha bo'lsa ham 10 dan 1-ni olishni boshladim. Haligini ko'paytirish uchun 10 dan 1-ni ko'paytirish uchun 100 ni ko'paytirishga, masalan 100 ni 10% qancha bo'ladi? O'sha 100% o'zini ko'paytirsam, demak 10% ham ko'proq bo'ladi. Shunga qarab turib harakat qilindi. Endi xullas har xil yo'lini qilib ko'rdik. Bunaqasiga ham. O'zi bu qurilish ham investitsiyaning bitta turi-ku. Mana shuni ham ta'siri ancha katta bo'lgan ekan-da unaqada. Chunki misol qo'polga aytganda bitta obyekt qurilishiga 10 so'm pul ketdi degani, siz 10 so'mni yig'ib qo'yishingiz qiyin bo'lishi mumkin, lekin mayda bunda 10 so'm bo'ladi. Sotaman deganingizda u 15 so'm, 18 so'mga aylanib qoladi. Borani 20 so'm bo'lishi mumkin. Ya'ni avtomatikki siz tikkan pul unda oshadi, ko'paygan holati bo'ladi. Bunda shunaqa. Lekin biz qurilishda daromadni zo'r qilib qilamiz degan haligi bizga asosiy fokus qaratgan narsamiz qarzimizdan uzilishimiz kerak edi. Bitta daromad qilib olish emas, qarzimizdan uzilishimiz. Haligi biz ko'pincha odamlar oxirgi itogoviy rezultatga qaraymizda, shundan xulosa chiqaramiz. Zo'r bo'libdi vag'i. Mazza qilib qopti. U mazza qilguncha qancha narsa boshdan o'tadi, qancha uyqusiz tunlar, qancha mashaqqat, buni faqat o'zingiz bilasiz. Buni mashaqqatini agar yarmini agar kimdir ko'rsa, bu fikrdan qaytadi. O'sha ishga, ya'ni o'sha tomonga qadam qo'yish fikridan qaytadi, buni yarmini ko'rsa. Zo'r. Ancha mavzularni gaplashdik. Bir o'ylaymanki ancha foydali bo'ladi ko'pchilikga. Men o'zimga ham yana yangiliklar bo'ldi. O'zim ham alohida ko'rib chiqaman. Doim men o'zi harakat qilaman, как minimum qo'pol aytganda hech kim ko'rmaganda men o'zim qaytib ko'rib oladigan podkast bo'lishiga. O'sha uchun avvalgi boshidagi podkastlarimizda savollarni tayyorlardik, hozir tayyorlamayapmiz. Nimaga? Chunki momentalniy bizni suhbat vaqtida tabiiy holatda ketgani ancha kuchliroq bo'lyapti. O'shda yaxshiroq insightlar chiqyapti-da. Chunki momentalniy bo'lgan narsani o'zi boshqara olmaysiz. Boshqargan narsangizdan men savol tayyorlaganingizda katta ehtimol bilan unga nima javob kelishini bilasiz-da. To'g'ri. Mana o'shanga men o'zimga ham yoqadigan podkastlardan bittasi bo'ldi. Rahmat kattakon kelganingizga, mehmonimiz bo'lganingizga. Oxirgi mana shu podkastni yakunlash uchun bitta bugungi suhbatimiz asosida asosiy 3 ta xulosangizni bo'lishsangiz, shu bilan yakunlardik. Xo'p, birinchi xulosam, agar Xudo bizni erkak qilib yaratgan bo'lsa, shu bizga berilgan mas'uliyatga munosib yashash, biz shu bilan erkak degan nomini oqlagan bo'lamiz, agar shunga munosib yashagan bo'lsak. Ikkinchisi, bizni hayotimizdagi muvaffaqiyatlarimiz
qilib o'tgan xatolarimiz siz bo'lmas ekan. Chunki Hasan akani ko'p gapiradigan gaplari bor. Muvaffaqiyat tajriba omili, tajriba xatolar omili. Xato qilishdan qo'rqmaslik kerak ekan. Eng yomoni orqasiga qaytarib bo'lmaydigan xatolar. Ya'ni uni oqibati bo'ldi, uni to'g'rilab bo'lmaydi, lekin ish yo'lida, biznesdagi har xil bir tavakkalchilik, shunga o'xshagan narsalarda shu yo'ldagi xatolarni har qanaqasini qilib ko'rish. Oxirgi va eng men uchun asosiy olgan xulosam, ota-onamizni xizmatini hamma narsadan ustun qo'yaylik. Biz o'zimizni nimadandir zavqlanishimiz, nimadandir rohatlanishimiz yoki moddiyat bilan hammamiz ham baribir moddiyat bizni pul baxt keltiradimi deyilsa, baxt keltiradimi yo'qmi, lekin hayotni sifatli qilishga xizmat qiladi. Biz hayotimizni sifatli qiladigan moddiyat, bularni hammasidan ota-onamizni xizmatini va ularni roziligini olib, ularni xursand qilishga qaratilsa, bu yuqoridagi sanab o'tilgan narsalar, rohat, halovat, moddiyat, pul, boylik, amal, omad, mansab, ular hammasi o'z-o'zidan kelar ekan. Mashina juda ham zo'r. Yana bir bor rahmat kattakon. Ancha mazmunli, zo'r, kuchli suhbat bo'ldi. Umid qilamiz shunaqa bo'lganiga. Rahmat sizga ham taklif uchun. Sog' bo'ling. Mayli, Azizbek aka. Rahmat.